Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Jigarlik, qo'rqmas, hur irodalik, aql fikr yurgizishga moyil bo'lgan, to'g'rini tepishga intilayotgan barliq vatandoshlar hammanglarga Allohning salom bo'lg'ay. Hidoyat ekraniga xush kelibsizlar. Xabaringizda bo'lgandek, 5 to'rlik din deb bizga singdirilgan islom nomi bilan bizga tushuntirilib kelayotgan 5 turlik dinning Qur'ondagi manbasi zodi qanchalik degan temani asos qilgan, mazmunni asos qilgan izlanishlarimiz davom qilib, ikkinchi turiga bo'lgan namoz to'g'risida oldingi qismda biz to'xtalib o'tgan edik. Xabaringizda bo'lgandek, namozningki Qur'ondagi ismi salat deyilganligi, salatning bugun biz o'qiyotgan namoz emas ekanligini e'lon qildik. Qur'ondagi manbalarga tayanib turib, Qur'onda yo'qkan, buni nereden topdinglar desak, bizni necha vaqtniyog'i hadis inkorchisi deyotgan da'vogarlarning hadisni manba qildiganligini pesh keltirib, bizni ayblab kelayotganligini xabaringizda bor. Tamam, undaqda bu qatam sizlar o'zinglar da'vo qilayotgan Qur'on hadisni asos qilib turib, o'zinglar o'qiyotgan payg'ambar bizga shunday o'rgatgandi deb da'vo qilayotgan shu 2 rakat namozinglarning dalilini o'tirib qo'yib boqinglar degan edik. Hozir bunga bir ming imkos kelmadi. Asosan hammasi din buzqishsa gejgisini taqtaydigan da'vogarlarning bayroqdorlari, yo'lboshchilari deyilayotganlar 5-ni tiqib olgan ahvol shakllandi. O'z vaqtida mushriklarni chaponlar bilan boshlarini yo'yib olish, boshqalarni uning gapini anglab qolmaslikka ogohlantirish qatorliq usul choralarni qo'llangan. Bugun bizga qarshi qilinayotgan qarshi safdagi insonlarning barliq ish-harakatlariga qaytadan qarab chiqqan insonlar o'z vaqtidagi mushriklarning amalidan boshqani topolmaydi ekan. Mana shuning uchun ba'zi do'stlarga ilgirki mushriklar qanday qilibdiki bizni boqinglar deganlarni bo'ldik. Xulosa kalom. Sözümüz yana söz. Agar qachon Qur'onga tayanib turib kelsanglar texi yaxshi. Bo'lmasa, mushu namoz to'g'risida, namoz babida dalillarni ilib kelsanglar, biz albatta to'g'ri bo'lsa, to'g'ri qaytamaymiz deb kelyapmiz, yo'q so'zimizni tutamiz. Programmamizning ikkinchi qismida bugun asli namoz zaten nima deganni asos qilmoqchi bo'lgan edik. Buningda yana shu taqdimkor birodarimiz Oshinjon Qashqari ekranda. Assalomu alaykum birodar, xush keldinglar. Salom, xush buldum. Amg'aysizlar, ajillik bo'lg'aysizlar. Sizlarmi shu bizlarni qayta ushlashtirgan yana ekronni ko'rsatmagan Tangrimizga hamda sanolar bo'lsin. Amin. Shu udildagi gapimizga qo'shib ketsak, tilaymanki Tangrim tilimni ravon qilgan, qalbimni kang qilgan, mening so'zlaganlarimni boshqalar tushunsin. O'tgan suhbatimizda biz shu Uyg'urlar orasida bilingan namoz biz ashunda deb bilib kelgan-ku. Shuniki Qur'ondagi dalillar haqida andan bu qandaylik bu dinning ichiga kirib qolgan, nima bo'lib bu 5 vaqt namoz bo'lib shunda biz o'qib qolgan deb shu to'g'risida ozlik ko'pdir fikr yuzgan to'q hamda bu namoz Uyg'urlar orasida namoz deb bilingan shu O'rta Osiyo tavalliki deyishadigan Iron shu Pokiston Hindiston andan shu bizlarniki jo'grafiyamizda buning hammasini asosiyati namoz deb bilganda biz. Endi namozning o'tgandagi kelib chiqish nimalarni azroq onun tarixlarini bog'lab, Qur'ondagi salatlarning farqli ekanligini bir qatim yuzaga o'tirib qo'ygan bo'ldik. Endi bu salat to'g'risidagi mayl namoz bo'lsin, mayl salat bo'lsin,
Bu natibek çoğun tema bu salat. Endi bu salat şu bütün peygamberlerge buyurulgan ailesinden tortib o'zgacha hammasiga mutlaq qilishga buyurilgan, bo'ysunishga buyurilgan shundoq bir xudodan kelgan amr, ya'ni buyruq bo'lganligi uchun hamda buningki vaznimi bek cho'ng. Onunki buningki Qur'oni Karimda Tangri o'zi ifodalagan salat o'zi Qur'oni Karimdagi salat so'ziniki ifodalagan doirasi, berilgan ma'nosi va anglatilgan hukmlarga asosan bu nati cho'ng bir mazmunni o'z ichiga olgan bir tema bo'lganligi uchun hamda bu tema shunday bir cho'ng zo'r tema bo'ladi bu. Buni chetib ketadigan yerlarmi bek jiq jiq andan lekin vaqt munosabati andan shu anglovchilarniki, tanishuvchilarniki zeriktirib qo'ymaslik uchun biz hamda bunda yuzaki har u yerdan bu yerdan bir shiktaldan misolni beribdiki boshqalarni ma'lum bir yo'nalishga yo'llantirib qo'yish maqsadidagi qisqa qilib shunday programma qilyapmizda. Hamda buningga shu salat so'zi ishlatilgan har bir kalimaga cho'nqirlab kirsak anglovchilarimiz zerikib qoldi, bu yer vaqtmi yetishmaydi. Hamda bizning asosiy tavsiya qilganimiz bizlar o'rganib odatlanib qolgan ota bobolarimizdan miros olgan namozni Qur'ondagi salat bilan selishtirib ikkisiningki farqini arab har kim o'zininki Xudoning dinidan nasibasini olib yo'lini tuzlab mangson degan maqsadda hamda Qur'oni Karimda ishlatilgan salat so'zini tez tizimda bek ishkirlab kirib ketmay bir xil yuzaki bir tushuntirib o'tab ketish maqsad qilib mush temani chiqdik. Ham bu salat so'zimi shu chet eldimi shu Qur'onga ergashgan musulmonning orasidami nadibak cho'ng g'ulg'uli tema bo'lib shu Qur'onning o'zini izlanishga kirishib bir Xudoning dinini bilay deb Xudoning diniga kirishib qolgan odamniki hamda mening o'zimning ko'rganda eng cho'ng talash tartib qilib eng cho'ng izlanish qilganim shu salat ya'ni namoz temasi ekanda. Hamda buni o'tganda deb o'tdik, bu bizga vujudimizga u qadar cho'nqur yiltiz tortib singdirib o'tganligi uchun buni qilib ko'nab qolgandan keyin buningdan ishtik oldi tashlatilsak mollamniki qo'rqatgan vahshiy so'zlari va hamda tashlamayli desak hamda buni milliardlagan odamlar qiladi-da, mana milliard bo'lmasa 100 millionlab odam bu narsani ilmisaqdan tortib qilib kelgan. Hamda bunda bir g'oyat zo'r hayvit cho'ng narsaga oldirab qarshi chiqish, uni rad qilish hamda Alloh nisbiy odamdan boshqa unchalar bir jasorat nurg'ulg'a odamda bo'lmaydi. Endi ba'zilar material kamchilikdan izlanmaydi. Ya'ni kelib o'tgandan dedik, biz Uyg'urlar bir tilli xalqmiz. Endi bizning atrofimizdami bizdan bakrak yuksalib ketgan madaniyat va kultur jihatda bizga yaqin millatlarmi bek oz bizning atrofimizda. Xitoy bilan bizniki hech qanday aloqamiz yo'q. Hamda shu material sababidanmi Uyg'urniki ko'pchiligi shu anglaganlarga asosan shu mollamniki diniy maktabda o'qib kelgan shu arab dinininki tashviqotchilarniki tashviqotidan hamda shu Qur'ondagi salatni namoz deb hamda bizning hozirgi kelgan kunimizmi shu. Hamda o'tganda qisqalam qilib namozniki Irondagi Zardush dinidan dinning Zardushtning ibodatlar shu Qur'ondagi salatni namozga tarjima qilib bizga shunday kirgan dedik. Endi Qur'onda biz bilgan namoz Qur'onda salat deb kelgan. Shu sura Baqarniki 2-chi oyatdan chiqadi, 5-likka. Bu salat ta shu payg'ambarlardan tortib musha eng oxirgi kitob tushgan hamda oxirgi payg'ambar deydi yoki bo'lmasa Muhammad hamda uni talashda ishlama. Musha eng oxirgi kitob tushgan mushu Qur'on
tushganga qadar butun payg'ambarlarningki haligi o'ziga buyurilgan oila tabobatlarini shundoqla shu payg'ambarlar rasululloh yashagan jamiyatdagi haligi kishilarni qilishga buyurilgan shundoq bir ibodat ekan bu. Masalan, Qur'oni Karimning o'zidami Alloh taolo shu Muhammad payg'ambarga shunday deydi, sura En'am'daki 162. ayetida aytqinki deydi, "Qul inna solati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin" deydi. Aytqinki, ama tercümede mening namazım deb olganda, mening salatim, qurbonligim, hayotim ve mamatim olamlarning parvardigori uchundir deb Muhammadga mana shunday buyurilgan. Onundan keyin sura Luqmondami? Sura Luqman 31. sura deyman. Sura Luqmanning 17. ayetida Sura Luqmanning 17. ayetida Luqman o'zining o'g'liga nasihat qilib, "Ya bunayya aqimus solata va'mur bil ma'ruf vanha anil munkar vasbir ala ma asabik" dedi. Ey o'g'ilchiqim, namoz deb tarjima qilganda salatni turg'iz deb tamayada u turg'i o'qigan deb tarjima qilganda Qur'oni Karimning asl kelgani aqimus solata deb kelgan. Hammaga salat kalimasi kelgan so'zlarning hammasida aqimus solata deb manda deb kelgan. U aqimus degani arab tilining ma'nosida bunda yiqab tushgan yoki yotgan bir narsani bunda turg'izishni aqimus deydi. Aqim deydi. O aqim degan surkaf chiqdi-ku, Xizr Musa payg'ambar bilan ketibdi. Birga kelgan chog'da o'rilib tushgan bir tomni ko'rdi. Shu tomni ko'rib, shu tomnimi yo'lab qo'yganda, shu tomni yo'lab qo'ydi deb boshina deydi. Buzilib ketgan bir narsani tug'izib uni tiklab qo'ygandimi, shunimi aqimi deb shuni ishlatadi ekan. Ammo Qur'oni Karimda kelgan butun salat so'zlarini hammasida Uyg'urcha o'qi desa, kitob o'qi yoki bo'lmasa gazet o'qi, jurnal o'qi degandagidek manda bir ma'noni bergan bilan arab tilida kelgan asli iborada hammasi aqimus bilan kelgan. Turg'izinglar. Uni inglizcha establishment deydi. Turg'izinglar yoki bo'lmasa Uyg'urcha bino qilinglar yoki bo'lmasa Berpa qilinglar. Berpa qilinglar deb manda ma'nosida kelgan. Şu hamda mushu salat, hozir men Uyg'ur bilgan namoz, shu nuqtadan boshlab, shu shu Muhammad kichamlik butun payg'ambarlarga o'xshash berilgan bir buyruq altida berilgan bir ibodat ekanda bu. Ham shu payg'ambarlarning hammasida kelganlarida shu o'zining ahlini esa o'zining ahlini namoz, shu salatni barpo qilishga buyruq deb shunday kelgan. Sura 20. suraningki Sura Tahaninki 132. ayetidami? Sura Tahaning 132. ayetida shu Sulaymon payg'ambarninki ahlini namozga buyurganligi borda. Mana va'mur ahlaka bis salati va vastabir alayha deydi. Muhammed payg'ambar belginiga ey Muhammad oilangdagilarni salatga buyurgan, o'zingmi uni ado qilishda chidamliq bo'lgan. Sendan biz rizq talab qilmaymiz, sana biz rizq beramiz, yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir deydi. Onaniki sura Maryamninki, sura Maryam 19. sura 19. suraniki 54. 55. oyatidami? Ana İsmail payg'ambarnimi shu o'ziniki ahlini, oila tavobatlarini shu salatni barpo qilishga buyurgan. Sura Maryamning 54. oyatida "Vazkur fil kitabi Ismoil innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya" deydi. "Va kana ya'muru ahluhu bis salati va zakati va kana 'inda robbihi mardiya" deydi. U oilasilarni salatni barpo qilishga buyurdi, Rabbining dargohida uning roziligiga erishgaydi deb ashunda deb kelgan. Endi bu salat butun payg'ambarlarningki yoki bo'lmasa Alloh tarafidan evatilgan rasullarningki o'zlari qilishdan sirt balki boshqalarni atrofga ergashtirishlarni shu salatni barpo qilishga, turg'izishga buyurilgan ashunday bir katta bir ibodat endi bu.
katta bir ibodat. Endi bu salat so'zi o'tgan ozroqlikka to'xtalib o'tib ketdik. Arabcha haligi sodlam vav deb bu yerda haligi ikki xil salat bor ekan. Birisi sodlam ya bilan tugaydigan, yana birisi sodlam vav bilan tugaydigan. Har ikkilisininki ma'nosi haligi bir-birisiga ulanish yoki bo'lmasa haligi oqidan agish minish degandek ma'nolar bo'lsa-mu, haligi sodlam ya deydiganiki biroz farqli ma'nolar bu davomli shu haligi birni qoqlash deymizmi? Haligi biz kabobni pishiramiz-ku, kabobdanni pishirib, haligi o'tqa yuzini qoqlab turganda ashnimi sodlam ya deydi ekan. Haligi İngiliz roasted debdi, onu haligi qoqlash ma'nosi bor ekan. Onu davomli yuzini o'tva tarafga qaratib turib, ash o'tqa yaqin yuzini yaqib turgan qismini shu qoqlashni sodlam ya bilan ifodalaydi ekan. Endi nima salat kalim so'zi ishlatilgan sodlam vav niki asosiy ma'nosi o'tganda bir qitim deb ketdik. Haligi otlarni belgiga solsa, bir otning kendidan uzildimay mengib kelganini agishma manganni ashni salat deydigan musalla deydigan ash kendidan iz qoldirmay agishib ya oldingi otdan ishib ketmay ya keyindan qolmay ashmaganning hammasini salat deydigan. Endi bu salat so'zining asosiy ma'nosi arab tilida beradigan ma'nosi shu munosabat qurish, bog'lash, ikki narsani bir-biriga davomli tutashtirib turish. Onundan zada ağırlıp qolmaslik. Aynan iz qo'g'lab iz bostirib keyindan ergashmay iz qoldirmay shunday ergashmag'ashnimi salat deb ashunday nim qildi ekan. Endi maliki bizga bilingan namoz haligi o'tirib qo'yib do'ng'iyib sajda qilib nim qildigan ma'vi namoz farscha bilan Qur'ondagi salatdan hech bir yerida unda haligi farschadan bizni bilgan haligi ruku qildigan rukuma ol degandagidek ruku emas-ku. Haligi engishib ta'zim qilib, beshini ya qo'yib, sajda qilib, peshonasiga ya tekkizib, ondan ikki tarafga qarab salom berib tashahhud o'tirgan namoz ekanligini dalillaydigan Qur'oni Karimda hech qanday oyat yo'q. Qur'oni Karimda hech qanday oyat yo'q. Ondan endi u namozda o'tganda deb o'tdik, Zardushtlardan inki namoz degan so'z shuni ishlatgan so'zdan ekilipliki Qur'oni Karimdagi salatni namoz deb tarjima qilib, u shu namozni yasab chiqqanda endi avvalgi fizikal, ya'ni jismoniy badan bilan qiladigan harakat Qur'oni Karimdagi salat emas, ham u salatga hech qachon teng bo'lolmaydi. Şu anda bugungi temamizda ham shu salatni biroz ishqilab kirib bu salat degan zodi nima Qur'oni Karimda. Endi bu haligi biz o'qiyotgan namoz bu salat bo'lmasa, bu salat degan zodi nima deb bugun bir yuzaki endi bek chunqurlab kirib kelsak vaqt yetishmaydi. Haligi boshqalarga bir jupichib birish shaklda bir paranglashib o'tib ketamiz. Xo'sh. Bayaqingi farislardan Zerdüştlarning dinidan ko'chirib kelganligi iddiosiga nisbatan ko'rmanlarimizdan birisidan savol chiqdi ekan. Onun deydi, agar biz hozir o'qiyotgan namoz shakli va o'qiydigan bu tarkiblar bilan bu jihatli buning farislardan kelganligi aniq bo'lsa agar, bu qanday qilib arablar orasida keng tarqalgan, umumlashgan degan bir savol chiqdi. Javob saqlatdi. Endi o haligi namoz degan so'zningki shu farsdan kelganligi bu rost. Endi bu haligi jukunib dum qo'pib o'qiydigan ibodatni ham shu shakli ham shu farsdagi haligi Zardusht diniga e'tiqod qildiganligi zad hozir o'qiyotgandek shunday o'qimda o'tsa u bakmanga o'xshab ketmaydi. O bekme o'xshab ketmaydi. Salatni namoz deb tarjima qilgan, lekin qiladigan ish harakatlari bekme o'xshab ketmaydi. Endi bu haligi qiladigan haligi yetib qo'yib ta'zim qilib, do'mit qo'yib, bu nima Yahudiylar Jewish deymiz. Sho'niki ba'zirmi uni qildi ekanda. Lekin endi uni nereden tep qildi, endi uning bilan bizning ishimiz yo'q. Lekin shu qilayotgan ish harakatniki Qur'oni Karimda dalili bormi degan muayyan kelgan chog'da
Endi hozircha meningki shundoqla boshqalarniki izlab chiqargan xulosada bu harakatniki Qur'oni Karimda dalili yo'q. Bu harakatning Qur'oni Karimda dalili yo'q. Shunda Qur'oni Karimda dalili yo'q bo'lishi qaramay shu. Lekin bu salat butun payg'ambarlardan tortib rasulgacha o'zi qilishdan boshqa shu ahliga, oila alomatlariga, hatto shu jamiyatdagi kishilarni qilishga buyurilgan shunday bir katta ibodat-ku bu. Ammo shunday bir katta ibodatniki Qur'oni Karimda qilish shakli yo'q. Shu hamma narsani tafsiliy bayon qilgan bu kitobda chek yo'q, hech narsani tushirib qo'ymadik. Bu kitobda shu dinga oid hamma narsani tafsiliy bayon qildik deydigan mushunda suhbatlar bilan Qur'oni Karimda shu bir rakat namozni qanday boshlab, qanday oyoqlashtirdi yo'q. Endi bu Qur'onning o'zida yo'qlash tugul, hadis kitoblarning o'zida yo'q. Hadis kitoblarning o'zida har mazhabniki ergashib bir narsa ayrim farqlar. Ba'zilar putun kerak, ba'zilar shu tek birini birisi quduq olib ketilmasa, birisi beshimda egish ko'taramiz deydi. Ba'zi putun kirib turibdi, ba'zi qanday turibdi. Endi hozir biz bilgan shu mazhabniki namoz o'qish shaklimi bir-biriga o'xshamaydi. Aydakina. Bu Kabe'ga kelgan chog'da Kabe'ga borgan, haremga borgan do'stlar umri yoki hech munosabati bilan u yerga kelgan musulmonlarning farqli namoz o'qiganligini ko'ralaydi. Shunday. Ko'pincha qarasak, hatto ba'zilar faqat qo'lini bog'lab turmaydi, bunday qilmaydi, past sangil tutib turdi ekan. Yani shakl bu jihatlarcha farqli bor ekan. Lekin bizga umumlashgan usuli Hanafi mazhabi yoki din bo'lsin, Hanbali, Shafiy bo'lsin. Bu umumlashtirilgan shakliningki ko'lamlanish ahvoli shuni asos qiluvchi hokimiyatning qurilishi asosida shuning kuchi bilan ta'siri bilan rayonlarda muqimlashgan ekan. Masalan, İmam Buxoriyni bizni Sahih Buxoriyni asos manba qilish bizning Sharq Turkiston yoki O'rta Osiyo taraflarida bo'lgan bo'lsa, Hanbalini Yaman taraflarida, misolda, Shafiyni yana bir taraflarda bunda ko'tarib, buni eng yaxshisi, shu eng kuchli shu deydigan fikr qarashlar uni bor ekan. Namozning farqli shaklini o'tirib chiqishi bor. Aslında asli manbasining yo'qligidan deyishga bo'ladi ekan. To'g'ri, bu haliqat to'rt mazhab biz bilgan Shafiy, Hanbali, Maliki, o'niki yana birisi Hanifiymi? Shu to'rt mazhab hech biri bir-birisiga asos jihatdan o'xshamaydi. Endi uni o'tgan suhbatlarimiz ozroq qistirib ketdik. Buning ichidami Saudiya Arabistonga taqalg'ini Hanbali mazhabida, u Hanbali mazhabininki rasmiy mazhab e'tiqodiga silib, boshqa mazhablarni o'lchasa Hanifiy mazhabidagilarni musulmon emas deydi. Hanifiy mazhabidagilarni musulmon emas deydi. Hozir shu Saudiya Arabistonninki shu Hanbali mazhabininki tarmoqlari bo'ldi. Ahli sunniy val jamoa deydi. Ononikinalik salibiylik deydi, vahobiylik deydi. Hamda o'lning qishig'i bo'lsa, o'lnikalik boshqa qolgan, masalan, Maliki, Shafiy ikki mazhabga ozroq mayli qilib, uni bak cho'ng chetga qoqmasimi, Hanbali mazhabini bu chiqashkar, bu mushriklik, bu Hanifiy mazhabini, Imom Azamniki Hanifiy mazhabini bu to'g'ri emas, buningda mushriklik aralashganda Hanifiy mazhabiga o'ng ko'zda qaramaydi. Bu hamda Uyg'ur ya anglagan ya anglab bakmagan, lekin mushu to'rt mazhabning o'zaro bir-birini musulmonligini e'tirof qilishi, bir sep turib namoz o'qib qilayotganligimi jiq bo'lgan bo'lsa 300 yil bo'ldi yoki bo'lmasa 200 yilning o'yiniga o'tmadi. Hamda shu o'qiyotgan namozininki o'xshamasligiga qarabmi tarixdan buyon bu to'rt mazhab o'rtasida jidal majra tugamagan ekan. Masalan, shu O'rta Sharq to'rt mazhabning hammasi jug'langan yali bor. Hatta ba'zi mazhablarniki masjidlarga chirib, shu namoz o'qiyotgan yerlardan shu namozni buzib yo namozlarni yig'ib chiqib ketgan shunday ahvollarmi tarix kitoblarida yozilgan ekan. Andan bir-birisining masjidlarga asosan oyoq bosmaydi ekan bular.
Hamda keyin balkim jamiyatning o'zgarishi, taraqqiy qilishi bilan balkim o'tirdiki diniy odamlarniki kelishtirishi tashviqotlar sababidan hamda to'rt mazhab bir-birini qabul qilib, hamda bir-birisining keyini turib namoz o'qig'ini hamda men o'qigan tarix ma'lumotlarida 300 yilning o'yiniga o'tmaydi. Hamda bu haliqi bayan bir sual sordinglar, hamda bu Qur'oni Karimning o'zida haliqi yengishib sajda qilib, ruku qilib o'qiydigan bu salat bilingan namoz hamda bu farslarning kelgan bo'lsa, uni arablar qanday qabul qilib qoldi degan bir savolni so'rashunami? Bu haliqi bu Muhammad ilib kelgan dindan bu foydalanib arablar atrofiga tajovuzchilik, kengayimchilik urush qo'zg'ab, yot millatlarni zaminni besilib, bular oxirgi kelgan chog'da mana shu Iroqni besilib, bu Iroqlarni besilib, mana shu Ironda yashaydigan Zoroastr, Zardush dindikilar arablar yengilib qilib, bu bora-bora shu ichki jihatda o'zininki u to'liq taslim bo'lmabdi ekan. To'liq taslim bo'lmay shu ba'zi bir besivag'chilar bizga ulvon topshirsanglar bo'ldi, boshchilik topshirsang bo'ldi, qag'ashinglarga aralashmaymiz deydigan bir shunday bir ahdnomlar tuzdi-ku. Hamda Ironliklar ashunday qilib qopti ekan. Ashunday qilib qopti ekan. Shuning bilan bular arablarningki diniy istilosidan hamda har qanday odamning bir dinini har qanday millatni besilib, uniki ota-bobolaridan tortib, ajdodlaridan tortib e'tiqod qilib kelayotgan dinini o'zgartirman desa, dunyoning hammadan qarshi turdi. Hammadan qarshi turdi. Shunga Ironliklarmi hamda farislar o'zining diniy e'tiqodini saqlab qolish uchun astirdan hamda ba'zi bir narsalarni shu hadis qatorliq bir narsalarni to'qib chiqib, shu dinidagi bo'layotgan ish harakatlarini terik tutish uchun Qur'oni Karimning ichidagi oyatlarni burmilab, ma'no yuklab, andan shuni vujudga chiqarganligi tarixiy ma'lumotlarda yozilgan. Hamda sho'ning ichidagi eng chong suiqasdga uchragan so'zliklarning birisi shu salat degan so'zi. Salat degan so'z farislarga shu bitliki namoz deb bilan tarjim qilinib, andan o farislar yasab chiqqan o namozni shu masjidlarda boshlar tashviq qilish uchun masjidlarda to'laydi. Masalan, shu diniy e'tiqodidagi shu namoz degan so'zni, shu namozni boshlar tashviq qilib, hamma odamga shuni qildirish uchun juma namozini o'ydirib chiqqan bular. Juma namozi. Her cuma günü xalqlar masjidga yig'ilib, dastlab juma namozining o'ydirib chiqarilishda, shu juma namoziga kelgan odamlarga ba'zi ishonchlik doktorlarningki shu universitet o'qituvchilarininki leksiyalarida shu chog'ning o'zida shu o'zlari ijod qilgan 5 namozni xalqqa taqitish uchun masjidning atrofiga kelgan odamlarga pul taqatgan deydigan shunday xabarlar bor, tarix yozilgan. Pul taqatgan shu namozni boshlarga Qur'onda juma kuni namozdan keyin tijoratlar mashg'ul bo'linglar degan bir oyat esimdan kechadi. Oyat Yavmul juma deb. İza nudiya lis-solati min yawmil jum'ati deb oyatda juma kun deganmi? Hozir ma'zi dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma deb sanaymiz-ku. Qur'ondagi kelgan juma kuni hozir biz degan bu juma kuni emas, bir to'planish kuni. Bir to'planish kuni. Cem bo'lgan kunimi? Cem bo'lash kuni. Shunda bir cem bo'lash kunida sizlarni shu salatga chaqirsa, hozir kelimiz aşağıya, sizlarni salatga chaqirsa, Xudoninki, Tangrininki buyurganlarini berish uchun tijoratingni tashlab qo'yib, shu salatga beringlar deb manda deb kelganda, ham shularniki shu oyatni burmilab akiliblikki bu juma namozidan shu o'zlari o'ydirib chiqqan namozni haq tashviq qilish uchun shu juma namozi deblikki bizni o'ydirib chiqiblar, shu Qur'ondagi sura jumani, shundan payg'ambarimiz shunday qilgan deblikki boshqalarni dastlab chaqirgan chog'da pul taqit ekan. Uningdan tarafda bo'lgan jakochilar chiqqi, bakar ishlaydigan mollamlari va talibchaqlari va shuning bilan kishilarni masjidga jo'g'lab, shu Allah Resul Muhammadni qechig'i mindirib osmonga chiqarib elib tushgan 5 vaqt namozni bular ashunda taqatgan. Endi bu hokimiyat qo'liga o'tgandan keyin bu nurg'unliq odamlar
Hazırmı Uyg'urning shirba nurg'iyalik basangli ba haliqi hammedam namozga boradigan yerda haliqi namoz o'qimaydigan odam bek oz bo'ladi. Erkin ozod jamiyatda masjidga namoz o'qiydigan odamlar bek jiqolmaydi. Chunki xalqningki gap so'zlardan qo'rqaydi. Shu jamiyatning o'zidimi hamda hozirgidek onda taraqqiy qilgan hammadan shu bo'lgan ekan, boshqalarningki haliqi ko'ziga saat ko'rinib qilishdan qo'rqib, undan keyin mollamlarniki qo'rqitishi bilan udul do'zaxchi degansa degan mushundalardan jamoatning qanmaslik uchunlikka haq shu masjidga berib shu ishni takrorlash jarayonida mushunday bir udum bo'lib qolgan narsa bu namoz. Udum bo'lib qolgan. Hamda uni Xudoning diniga salat bilan hech qachon yaqin emas. Ammo Xudoning dinidagi salatni bu aniq bir manda depliki deb degan bo'lmaydi. Lekin buni Uyg'urchalashtirib tushunsak, kunlik deymiz yoki bo'lmasa soyvan. Bir soyvan shakllik bir narsa bu salat degan. Soyvan shu o'zi soy tashlagan yerning ostidagi hamma narsani o'z ichiga oladi, shundaymi? Ashning hammasini o'z ichiga oladi. Ashning ichiga chigan narsaning hammasi shu soyvanning ostidagi bir narsalar bo'ldi. Bu salat ashna bir kunlik shakllik bir so'z bu. Buning ichida boshqalarga yaxshilik qilishim kirib ketadi. Boshqalar yaxshilik qilishim kirib ketadi. Allohga ibodat qilishim kirib ketadi. Uningki nurg'unlagan narsalar shu Alloh buyurgan asos Qur'oni Karimda buyurilgan 10 farmon deydigan bir narsa bor. Bu shu Tavratdan bor, Injildan bor. Shu Xudo buyurgan, Tangri buyurgan asosliq shu 10 ahdini farmonni cho'r degan holda shu ilib berilgan barliq ish harakatlarni hech qaysini tashlab qo'ymay shunga yaqindan ergishib mengish ashning hammasi salatga kiradi. Ashning hammasi salatga kiradi. Masalan, onun bir misal bersak, Şuayb alayhissalomning namozi bor. Şuayb alayhissalom kelib onunki qavmligi tarozida kam berib bir nimani qildida, shuningdan Şuayb payg'ambar kelib o o'zining qavmiga siz tarozida kam bermanglar, adil bo'linglar deb ashuna desa, Şuaybning qavmi so'raydi. Seninki salatdan bizni mol mulkimizdan boshqalarga sadaqa berishga buyurumda deb ayada Şuayb payg'ambarningki salati ularni boshqa bir narsa buyuryapti-da, buyruq beryapti. Shunga ular o'zininki qilayotgan ishini saqlab qolish uchun Şuaybningki salatini qabul qilmagan. Endi u yerdagi salatni namozini qabul qilmaganmi deb to'g'ri deb mandarsa, umi to'g'ri bo'lmaydi. U yerda Şuayb ularga namoz o'qinglar demadi-ki. Salat qilinglar, salatni oshirmanda kishilarning haqqini yemaslik va taroz kim bermanglar deb manda deb mushunga amal qilinglar deganlik uchun onaniki Şuaybningki qavmi oyada shu Şuayb payg'ambarga ashunda qarshi turgan. Oyatda seninki salating bizni ajdodlarimizdan qolgan narsalarimizni tark etishga, mol mulkimizdan boshqalarga bo'lib berishga buyurumdi deb salat oyati buyruq berdi. Hamda u yerda namoz emas. Ba'zan bir qism izohatchi shu tashaqqulan Qur'onni manba qilgan fikr tushunchalardagi do'stlarning yaqin anglab qolgan so'zimdan bir ikkisi ismini kechdi hozir mazmunda shu chiqsa o'rtoqlashay dedim. Birisida salat camiden chiqqandan boshlanadi. Camiden chiqsan salatga boshlaysan deydi. Salat degan bu ish aşağıdan başlandı yani. Camide emas degan şekilde ifade bergan. Bergandan oldu. Yana biri deydi o. O o'qiyotgan namoz bir kunda 1 soat bo'lmaydi, hamma yig'sak 1 soatlik vaqt. Ammo salat 24 soat lozim bir narsa bu deganni o'tirib aytadi birisi. Hozir sizning aytgan Şuaybninkini misol elib tushundirish o'rnidan qaragan chog'da namoz haqiqatan qandaqdir bizning an'anaviy bizga singdirilgan o'qitib tugitadigan, o'qiladigan bir ibodat emas ekan bu. Qur'oni Karimdagi salat bu bayam siz deganlikdek bu 7 kun 24 soat bo'ladigan narsa bu.
Qur'oni Karimdagi salat 7 kun 24 soat bo'ladigan narsa. Faqat bir inson uxlagan chaqda kechida uxlaymiz hamda o chaqda uxlagandan keyin uning bir salat bilan nemisimi yo'q. Biz salat qilamiz lekin ash uyg'onib teriklan bo'lib kun chiqqandan boshlab ta kun patqichimlik mushu salat bilan turadigan gap. Qur'oni Karimda sen shu salatni salatul fajrdan tortib salatul ishochimlik ashuni turg'iz deb qo'y. Ashuni turg'iz deb qo'y. Endi yana bir oyatda salatul vusta deb bir yerda oladi uni. Salatul vusta deb sen salatul vustani kun qayrilgandan tortib taki kun petib ketishimlik sen salat qilgan deb. Endi u yerda mana Muhammad Allah shu kun qayrilgandan tortib kun patqichamlik shuni hozirgi esr namoz deb tarjim qiladi ular. Shu esr namozni shu kun patqichamlik o'qigan degan yerda bular shu yerda esr namozni o'ydirib chiqiblikka shu esrning vaqti bo'ldi deb kun qayrilgandan keyin 5 minut ta'zim qilib qo'yib lekin qo'pab ketdi-da. Lekin Qur'onning eslisida kun qayrilgandan tortib toki qorong'i tushguncha salat qilgin deb bor. Qur'onning eslisida shunda. Qani u oyatni hozirlan topay. Qur'onning eslisida shu kun qayrilgandan tortib kun o'tda kun qorong'i tushguncha ashunda salat qilgan deb bor. Lekin u yerda oyatni esli kelganda 5 minutlik esr namozni qilib lekin bo'ldi qil deb yo'q. Aqimi salata ila dulukus shamsi va g'asaqil layl degan oyatda. Qaysi surati bu? Hozir men yozib qo'ygan bek jiq qaysi hozir deb beraman. Sur Muhammed o'qi deydi. Vaqiya sursimi? O'qigan oyatimni eslatdim, ba'zida oyat bor zaten. Kun qayrilgandan tortib ila g'asaqil layli degan oyat. Hozir men yozib qo'ydim. Shu endi nemisini topolmadim. Ma bir do'stimiz bu yerda bir qancha oyatdan tizimlikni berib o'sha namozga aloqador butun oyatlarni qiladi. Men bir ishga tekshirib baqsam biraz udul kelyotidi. Asham qarab baqilib bo'lmasa balkim asha hozir o'qigan oyat shuni orasida chiqishi mumkin. Mana Sura Isro'niki 78-oyat ekan. Sura Isro'ning 78-oyatida. 17-sura. Sura Isro 17-sura 78-oyat. Mana aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli va Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda deb kelgan. Ya'ni Muhammad kun qayrilgandan tortib qorong'i tushgan vaqt qadar namoz o'qigin deb bor. Men oyatning asli kelganda aynan kun qayrilgandan tortib qorong'i tushguncha namoz o'qigin deb bor. Oyatda oraliqda to'xta degan gap yo'q. Buni ham ashundan salatul vusta deganda chiqarib bular esr namozni o'ydirib chiqqanda shunga peshimda yenipligi kun qayrilgandan boshlab qorong'i tushguncha esr namozni o'qiydi. Lekin asli oyat kelganda namozni kun qayrilgandan tortib ta qorong'i tushguncha to'xtamay namoz o'qiydi degan bo'ladi ava. Bu oyatning kunning qayrilishi mana tik holatdan bayonga ayrilgan vaqtini ko'rsatdi demakchi. To'g'ri shu. Kun tiklishib shunda qayrilgandan boshlab taki qorong'i tushguncha to'xtamay namoz o'qiydi deb manda mazmun chiqadi. Undan keyin Qur'oni Karimdagi yana boshqa bir oyatda birdan oldin ushlab qoldi. Ular har doim namoz o'quvchilardi deb.
ular doim davomli qarasak namoz o'qitlikka turdiganlardir deb musalliniki ya'ni namoz o'qishlarniki taqvodir mo'minlarning sifatini ular shu davomli namoz o'qiydi deb shunday deb oyat bor. Oyatdagi kelgan so'zmi salatihim daimun deb kelganda ular doim degan shu bizga Daiman. doim davomli qarasa ishlablam yuradigan nima ekan, davomli qarasa mushuni qilyotadi ekansa degandagi so'zlar o'xshar. Ular qarasa davomli qarash namoz o'qiyotgan ekan, oyatda shunday mo'minlarning sifatini ular doim namoz o'qishlar deb. Lekin hamda uni 5 vaqt namozni qilsa uni doim o'qimaydi-da, 5 vaqt namozni faqat vaqti kelgan chog'da shuni o'qiydi. Lekin men Qur'ondagi salat gapni esla qarasak, u kunda 5 vaqt qilgan narsa emas, 7 kun 24 soat 7 kun 24 soat shu uxlab qolgan chog'da hamda bu insonlarga uningdan so'raqsiz hamda uningdan boshqa vaqtda shu Xudo shu o'rindashga buyurilgan shunday bir ibodat. Ham bu salatniki asosli nimasi bayon dedik, bu bir kunlik simon bir so'z bo'lib, buning ichida hamda asosli shu diniy ahkomlarniki yadroliq bir qismi bor. Uni ma Tavrat nim qilgan chog'da 10 ahdnoma deydi yoki bo'lmasa 10 farmon deydi. Shu farmonlarni ado qilish, shuningga rioya qilishni ko'rsatadi. Mushu rioya qilishning hammasida Qur'oni Karimda salat deb ashuna degan. Bayatın əsrini misal edib ötüb getdik, əsr namazını. Biz ilgirki tecrübelerden şunu yekildik da, o nimesi nerede bir zayıf nokta olsa, yani ne oğurluğun yürük pok olsa, gepi yoğun bolu değil ki özüne nim kılış için, çimkeş için. Bazen konuların ki nasihatlik, ibretlik hikayelerde mi bir kısım takva insanlarının ziyade takvalık süpütü bilen tonulgan insanların şu şehir yoki şu memleketning danlıq oğursulab chiqqanligi, buzg'unchilab chiqqanligi alohida hikoyalar bo'lgan. Qanday topding buni desa, bir odamning bir yerda bir popka bo'lsa, yana bir narsani yoshirishga urinadi degan hikmatni o'tirayotganlikni eslash bo'ladi. Esida bu do'stlar bo'lsa, shuni ko'ramiz. Ya'ni shuning misoli Kur'an şu annenevi İslam'daki Kur'an'ı yandaş edip bırakılan bu dinde bazı aşırı ötülgen neslerinin asıl teki yok ki. Aldığımız sanda biz namazının Kur'an'da delil yokluğunu desek mi bunun sıra altını hele kaysetse ya bu adetki nerse emez bu asmandan ilip düşülgen nerse asmandan ilip düşülgen periz değil geldi ki qanchalik paqiraq bo'lsa bayatınki əsrinin haqqidagi nimalarga qarasak hadislarga bir kishi agar əsrinin namozini qochirib qo'ysa, əsr vaqtining namozini vaqtida o'qishdan qochirib qo'ysa, dunyo oxiratni tatadigan zini tatib bo'ldi deydigan hadislar borda. Ya'ni avvalgi rang beryapti-da. Əslgan qarindoshlar bo'lsa, mujna hadislar bor. Yani nima uchun bu asr namazı boshqa namoz emas, asr namozi to'g'risida bu qadar kuchaydi desa, abayatni deganda o aslisi yo'q. Ha? Shunami? Aslisi yo'q. Vaga tanab, anadan tepsini ekstra bant bilan chiqib bog'lab, tepini obdan sirlab tikan bu ishni. Hattolar ishorat shaklida bir qistirib qo'yadi deb o'tib ketdim. Ya to'g'ri endi bu Qur'onda yo'q bu namoz nim bo'lib shunda 1000 yilning yog'zi 1400 yilning ham shunda bo'lib qoldi. Nemishki bu Qur'onning ichida yo'q degan bu savol endi har qanday odamning kallasiga keladi. Endi uni bu hukmron sinib o'ydirib chiqqan bir narsada bu. O'tganda buni misol qilish to'g'ri kelsa, o'tgan shu Facebookga birsi bir narsani chaplab bir qisqa bir maqolani yozib, o'ziningki Misrda ko'rgan bir ishini yozib qo'yapti-ku. Bir Misrda poyezdda ketib berib, metroda ketib berib, bir dehqon qarisi bir xaltada bir narsani qo'yib, har soatga qarab bir yarim soat, 1 soat o'qigan chog'da berib xaltasini noqib qo'ydi ekanda.
Şuna bilan Qishir o'rtog'ayda bunga qiziqib, bu nemishqa bunday qilasiz buni, bu xaltini qarab tursam, bir soat, 1,5 soat berib o'qib qo'yapsiz. Hamda bu qilganingiz men tushunmadim. Ya qishingiz deb o'tamidan desa, haliq dehqon shunda deydi ekan, bu xaltini ichida haliq davlatdan bir tajribaxonasiga ishiladigan choshqon bor ekanda. Şu çaşqanni qaçılab qo'yganman. O çaşqanni men xaltini ichida bunday sulab, buni davomli haliq bir soat berib o'qib turmasam, o çaşqan haliq orliqdagi fursatdan foydalanib, osh xaltini tishidganga yoki ochlaydiganga ay kallasida bir haliq o'ylab oladi-da, shuning bilan anzakim o aramchilikdan foydalanib xaltini tishib qechib ketsa, men çaşqanni ziyon tortaman deb aşında bir gapni shu biraylar Facebook'ga yozib qo'ydi. Endi bu namozmi, endi Qur'on yo'q, namozni nima uchun shunday o'ydirib chiqqan desa, bu haliqi insonlarningki ma'naviyatini, ya'ni ruhiyatini kontrol qilishdagi yaxshi bir qopqon bu. Chunki buni etigini qo'pidi, etigan tatliq o'qini qo'pib, sahar qo'pidi, undan keyin tushdi bor, undan keyin asr vaqtida bor, kech bo'lgan chog'da shom vaqtida yana bor. Ancak ahir yatadigan chog' 5 vaqt namoz, haliqi xubdan borda. Shuning bilan bu insonniki bir kunlik hayoti nim bo'ladi desa, etiganda sahar qo'pib, 2 rakat namozni o'qib, u ya uxlayoladi, ya uxlayolmaydi. Ashnamiga birsidan keyin birisi, birisining keyin birisi, birisining keyin birisi ta 5 qitim shu quruq namozga mashg'ul qilib qo'ygan ekan, bu insonninki haliqi mingisininki yoki jismoniyatninki haliqi ma'naviyatning ko'p qismi shu namozni vaqtini qochirmaslikqa, bir vaqtida o'qilishga, Xudodan savob tepilishga oshnaga sarf qilib, davomli o insonning kallasida shu narsa bo'ladi-da, shuning bilan u haliqi boshqa ishlarga irensizlik bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Hamda bu cho'lis tegmaydi. Andan mushu namoz o'qiganlar bo'lsa, boshqa nima qilganlar bo'lsa, bizmi o'qidik mana. Shuninki haliqi mutlaq ko'p qismi, hammasi emas, mutlaq ko'p qismini qilsa, buning ya davlatning siyosati bilan ishi yo'q, ya davlatning ekonomiyasi bilan ishi yo'q, iqtisodi bilan ishi yo'q, yoki bo'lmasa hokimiyatda nima ish qilyapti, uning bilan kori yo'q. Faqat shu masjidga boradi, keladi, shu dum qo'pib, mushnolarlikka bunda odamda haliqi siyosiylik bo'lmaydi, vatan millatninki g'amini yeydigan bunday bir narsalarda noatibak jiroq holatda qoldi. Hamda mening izlanishim ko'ra, bu Qur'oni Karimda bo'lmagan ekan bu namoz, shu osmondan tepishgan bir narsa deb bizga tashviq qilgan ekan. Hamda bu shu insonlarningki ruhiyatini, ma'naviyatini kontrol qiladigan bir qopqon deb men shuna yakun chiqardim. O'zimning shaxsiy yakuni. Bu insonning ma'naviyatini, ruhiyatini kontrol qilib turadigan, gap turadigan bir qopqon deb shuna tushundim. Ondan başqa oldingi sonda deb o'tib ketdik. Biz bu bir gunoh mashinasi. Kirishadigan mashina aytdik, gunoh yuvish mashinasi qo'yilib qolgan bir tal, bir uskuna bu. To'g'ri. Shu o'ning nimasidan bayatın Suriyaninki 78. oyat haqida to'xtalganda, kun qo'yilgandan tortib ta kun patqishi bo'larlikda namoz o'qigan degan yerda hech üzüldürmey degan shaklda bir ifoda borligini ishora qilib o'tib ketdik-da. Tarjimasida diqqatdan alohida bu izohatga qo'shib qo'yibdi, men tarjima qiluvchi kimligini diqqat qilmadim. Lekin uningda bu yerda peshin, asr, shom, xutdan namozlar ko'z tutilgan debdi. Ashuna qo'shib qo'ygan aynan. Qur'onning o'zida yo'q. Bu yerda shuning ishora qilingan deydi. Yani demekçi olan emas. Mishada ashuna bir nima bor, buyruq bor. Bu nima desa, shuningga mana mushu deb tanlanganda insonlar shunday singdirilgan. Aynan olgan ekan bu o'ylanmagan gap. Bu shukin tamom. Uni ashuningga din deb o'rgatgan molla shunday qo'shib qo'yganda, lekin hamda shu ish harakatni Xudo buyurganmi degan ma'ya kelamiz. Xudo buyurganmi degan ma'ya kelamiz. Chunki Tangri Xudo o'zining kitobini, Qur'onni, bu kitobni tafsili bayon qildik. Bu kitobda hech narsani tushirib qo'ymadik. Dinga oid narsalarniki hammasi mush kitobning ichida bor.
Sizlar buningdan boshqa bir kitobni talab qilamsizlar. Deydigan shular Qur'onniki sifatlar bilan bu Qur'on mukammal, Xudoning diniga oid hamma narsani tafsili mukammal bir bayon qilgan mushunda bir kitob turug'liq. Ashning ishida ikki rakat namozni yoki bir rakat namozni qanday o'zi o'qishniki tafsiloti yo'q. Masalan, bir misol qilsak, sizga bir mashinadan bizni chastaydan qilib, voy, mushu mashina seninki, bu mashina soatiga 100 kilometr mangida degan narsaniki hammasi mushu mashinaning ichida bor. Deb o mashina sizlarga tutqizib qo'yib, qarab, o mashinani sizlar ilib buni o'toldirib haydayolmasanglar, o mashina sizlar o'zingizdan xafa bo'lamsizlar, mashinani yasab sizlarga tutqazgan odamdan xafa bo'lamsizlar. Sizlar albatta so'raysizlar, sen bu mashina hamma nimani qila oladi dedan, nemishqa men buni o'toldirdigan ya'ni ko'rsatib qo'ymadan. Bu kitobniki mashinani tushundiradigan kitobning ichida nemishqa bu mashina manda qilsang manda o'tol degan ochiq soldigan yerning xaritasi yo'q deb demamda. Namoz mashina narsa. Hamda bu Xudo tarafidan tushgan bo'lsa, shu Xudo tarafidan tushirilgan bo'lsa, Qur'onning ichida haligi ayollar to'g'riliq nurg'unlagan gap so'zlar bor. Uşaq vallar to'g'riliq yetimning haqqini yemanglar deb bor. Ayolniki pokizlik to'g'riliq, tozlik to'g'riliq, hatto xaloq berib kelgan odamning tozlik to'g'riliq hamma narsa bor. Lekin bir rakat namozni, dinning turki degan bir rakat namozni qanday o'qiydi? Deb shu bir narsa yo'q. Tafsiliyning tafsilisi bayon qilingan Qur'onda bir rakat namozni qanday o'qish sheklim yo'q. Bu albatta insonlar savol qilgan. Nemish bu yo'q? Unda Xudo yolg'on gap qildimi? Yoki bo'lmasa bu yerda biz o'qiyotgan namozda bir xatolik bormi? Buni o'ylash kerak. Hamda ya Xudoga dengab qutulish kerak, Xudo xato qildi deyish kerak, yoki bo'lmasa mollamninki, dinchilarninki o'ydirib chiqqan namozini, ya mushu mollam dinchilar Xudoning dinini bizga tafsir qilib, mush namozni bizga shunday tushuntirib qo'ydi deb Xudoninki diniga mollamlar o'ydirib chiqqan afsona rivoyatni sherik qilib, uningdan ishkini qabul qilib, mushriklar Xudoning dinini qabul qilish kerak. İlgili biraz işkilniş oldu, temtiraş oldu hakikaten çünkü o kadar yıllar tuz çökken işkitin atlaştı. Heyminliğe yerlerde biz kötürenmeydiğen kitaplarının dövülürde biz kulaklarımızda anlap bakmagan isimlarının ki sohbetlerde, derslerde zamanını sarf kılıp, vaktini, zihnini verip ünvanlarına ağan kişiler tarafından itiraf erişken nurgun insanlar beşini çökürüp biz oylanıvatkan yerden oylanma ötep ketivatkan qarab turib biz dil qilib olganda o'z vaqtida masalan men o'zimdan beshini o'tganman deysa acaba xatolashyaptimiqanda deb ammo o'tirdi hammalarni iymon etgan o'zgartirilganligi hech qanday shak qilolmaydigan bir Qur'on o'tirdi tursa bu Qur'onni bunda bu Qur'ondagi agar Qur'onga ishonsak kim ishlaydi misol oldimizga odam ishonsak u odam o'lib ketadi u o'lib ketgan odamda ekkagan bir narsalar keldi kelgusi yana o'lib ketsa uning yana biz to'shish kerak shunda kelgan orliqda bu o'zgarib ketmamdi u misolanda ya'ni o'tirda bütün şu bizga hayli ko'rsatayotgan insonlarningki dalillarining hammasi o'lakka tayangan. O'lak. Biz tirik tayangan dedi Qur'onga. O'lak so'zlayolmaganiga uning tuhmat shuni oldinga qo'yinglar. Qo'ygan ekan, o terilib kelib, ya men manda emas deganmagan ekan. Atib qo'ydi. Shunga shu Qur'onda nima deydi? Muhammad payg'ambar qiyomatga nima deydi? Sura Furqonning 30-oyatida bor. Vaqalar rasul ya qavmi inna attakhadha hazal Qur'ani mahjura deb shunday keldi. Ey Alloh, mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Mening qavmim bu Qur'onga ergashmadi. Men Qur'onni yetkizdim, o'g'li, bu ergashmadi deb ashunda deb Qur'on Karimda oyat bor. Shuning asosan bu hukmron sinib o'ydirib chiqqan bir narsa bu. Bu 5 vaqt namoz hukmron sinib o'ydirib chiqqan. Odatdagi shaxsiylar yoki bo'lmasa bizlar uni o'ydira olmaymiz. Hamda hukmron sinibning bir manfaati bor-da. Bayon degandagidek buni haliqi Qur'onning o'zidagi salat degandagidek bu haliqi gunoh yuvish mashinasi. Uning hozir siz dedinglar, uning ma Qur'on Karimda oyat bor. Sura Fatirning 18-oyatida. Sura Fatirning 18-oyatida
Uyg'urchasam o'qi, hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga ilishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirda uning gunohida ozroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Hmm. Sen faqat Rabbini ko'rmay turib, uningning qo'rqadiganlarni, yani namozni ado qiladiganlarni deb kelganda, salatni turg'i va aqamis salata va man tazakka fa innama yatazakka li nafsi deb. Aşı namozni turg'izganlar o'zini poklaydi deb. Uyg'urcha to'g'ri tarjima qilsa va aqamis salata namozni turg'izganlar va man tazakka o'zini poklaganlar deb keladi. Aşı namoz asla Xudoninki kitibidagi salatning o'zi bir insonni gunohini yuydigan mashina, shu Xudo belgilagan yaxshi ish harakatlar va Alloh shirik kelmaslik, ota-ona hurmat qilish, ash biznesiniki hammasi ash salatning jumlasidan shu. Endi buni bu hukmronlar balki xalqni kontrol qilib, buni xalqni to'plab bir joyga ekirvas buni boshqarish oson bo'ldi-ku. Chunki bir odam deganda hukmronlarniki orzu, armon, istaklari bo'ladi, uni taqtishga yaxshi bo'ladi. Şunun bilan xalqni shunda meniki izlanib chiqargan shaxsiy xulosam mushu. Hamda bu yolg'iz menlam emas, boshqalar bor. Hamda bu 5 vaqt namoziniki asosiy roli shu. Xalqni kontrol qilib boshqarish. Biraz ko'z oldimizga g'asha kelyapti. Aşağı tutuladigan insonlarning beshi biraz ortiq o'ylab ketmasin. O'xshaydigan narsa. To'g'ri. Hamda uni ne qilsa, agar shunchalar muhim ibodat bo'lgan bo'lsa, Qur'on Karimda ayni hammani debdi, nemishqa namoz o'qigan chog'da ish qo'linglarni ko'taranglar, qo'linglarni maydonga qo'yinglar, yerim mingishib ta'zim qilinglar, sajda qilinglar, uningdagi ma'ni o'qinglar, namozinglarni tugatgan chog'da ikki taraf qarab salom berib qo'pib ketinglar deb, uni bomdodda 2 qitim qilinglar, asr ishimda 4 qitim, asr 4 qitim, shomda 3 qitim qilinglar deb degan bo'lsa, tamom bu Xudoning bo'l. Lekin Xudoning kitobining hech yeri yo'q-da ayna. Xudoning kitobi. Endi shu Qur'onda yo'qligini hozir shu boshqalar e'tirof qiladi-ku. Qur'onda yo'q, u topolmaysan deylik. Butun ulamo da'vat qilgan hamma shular deydi. Shuning bilan ular buni nerdan topdi degan so'zga nisbatan biz buni hadisdan o'rgangan, Payg'ambar alayhisolamdan o'rgangan, ya'ni hadislarni manba qildik dedik. Biz necha vaqt bilmagan ekan, chunki Qur'on qaragan chog'da hadislar cheksiz, pek jiqda. Ashta o'qishqa biz o hadisni ba o'xshaydi deb o'ylab ekanmiz. Endi bir yildan oldi keyinda vaqt izlanish jarayonlarida bunun Qur'onda ham emas, hatto hadisda mo ikki rakat namozning butun shakllarida bayon qilingan bir hadis yo'qligini jazmlashtirgan bo'ldik hozir. Endi da'vatimizga ham ishada yomon bir nuqtaga keldik-ku. Asli bu oldin qatda millat biroz uyg'ongan bo'lsa, yaxshiga esilish kerak bo'lgancha. Sen Qur'onni inkor qildi deding, hadislar Qur'onni manba qilamiz deding. Ikkisini manba qilib turib bizga 2 rakat namozning dalilini ko'rsat. Deyish kerak dema millat. Hozir agar Qur'onni inkor qildi, bizni hadisni inkor qildi, endi Qur'onni inkor qilyapti deganlar 2 rakat namozni isbotlagan bo'lsa, o zaman bu namozni nereden topding degan chog'da buni qo'pib hadislar Qur'ondan tishqim chiqadi yana. Buni ulamolar chiqdi. Mecbur fiqhga chiqdi. Ya o şu 2 rakat namozni qanday qildi? O zaman hozir ajmacım mishada yana bir savol chiqdi. Eğer Kur'an bilen hadisden tapamasan bu bir namaz ne? Onda senin menbaing ne oldu? İkisi Kur'an bilen hadis yetmegen yana bir menbaa oturdu. Onda sen bayatdan dava qilgan, dastlabki dava qilgan Kur'an hadis bizning menbaimiz degan davoying qana? U yolg'onchi. Deyishi lozim millat. U chog'da nim bo'ladi desa, yo'q men shunda o'qidim degan bo'lsa, Qur'on Karimda o'ziniki havoyi hafsini o'zining nafsini xudo qilib olganini ko'rdingmi deb qonunga tushdi. Agar yo'q menga shu mollamlarim shu shayxlarim menga shunda o'rgatdi degan bo'lsa, Türkiye'nin 37. ayetideki ittahizu ahbarahum ve rahmanahum erbabun min dunillah şuda. Ular özlerindeki rahiplerini, toplarını rap kılıp aldı. Halbuki ular
payg'ambarlar orqali bir kitob qilib, bir iloh ibodat qilishga buyurilgan degan mana mush ikkisiga tushadi. Bu 5 vaqt namozda u yangi saklashimi mushrik chiqadi, bu yangi saklashimi mushrik chiqadi. Endi bu haliqi asosiy eg'i kelayotgan narsa nimasi? Qur'onning ichida yo'q, haliqi ajdodlardan udumagan, miros olgan dinni tashlag'ich kelmay shuning bilanlikka shu haliqi so'rlab yuribdi. Asosan Qur'onning o'ziga tamommish Qur'on ilohiy kitobga mana shuning ichidagisiga kiray. Mush Qur'onning ichida hamma narsa bor ekan. Amma mushuning bilan amal qilay desa, namoz shu ayna, Qur'ondagi salat shu. Alloh shirik qilma, ota-onang yaxshi qil, yetimning haqqini yema, ondan keyin nohaq odam o'ltama. Aşılının hemmisi aşı salatninki qatarıdın. Tarazı Hazır endi ılıqı tafsilatıga kirish yana ayrım bir mesele. Yani okugan dostlar bilan kelib, kelinglar halqa qurib biz. Qur'onning aslisini ügünüp, aslisini tapılı deyish hammalarning majburiyati. Doğru. Lekin mayada biz oldi bilan bir narsani to'g'rilashimiz kerak. Abayatni deb o'tib ketdik. Biz Qur'onni manba qilamiz degan va'dimizga asosan Qur'onga bo'lgan imonimiz, ishonchimiz bilan Qur'onda yo'q ekan deb e'lon qildik. U chaqda biz hadisni inkor qiluvchi bo'lib qarlandik. Shunami? Chunki ikkilisini manba qilishimiz kerak dedi. Yo'g'onlar. Ama unda ikkilisini manba qilib turib bizga 2 rakat namozning dalilini keltirib deb e'lon qildik oldin qatda. Yo'q. Çünkü oturduğunda manba yo'qken. Baştan ayağa tefsirle bayan kılgan bir manba yo'qken. Bu ahval aslında unda senin manbayın nima dememdi ben millet. Dememdi bu molla, dememdi bu akıl. Ben mişaga qaynab qoldim. Ya millet okumaganda ondan keyin bizniki Uyg'urchadan bu yeterlik material asos jihati yo'q. Biz ma'naviyatimiz jihatdan, ruhiyatimiz jihatdan hatta o'zimizningki jismoniyatimizmi vatanda bir ishkanja ichida jismoniyatimiz erkinligimiz Xitoyningki Xitoylar tarafidan mustamlik qilingan bo'lsa, bizningki ruhiyatimiz mushu dinchilar tarafidan mustamlik qilingan. Bizning ruhiyatimiz dinchilar tarafidan mustamlik qilingan. Shunga uningga qarshi chiqay desa, bizlar o'rgangan, bizda uningga qarshi chiqidek material yo'q. Uyg'urcha tarjima qilingan narsa yo'q. Hamda qarşı çıkmaydı ise bunun içinde nurgulgan zıtlıklar var. Bir-birisiga zıt. Endi Xudoning kitobida yo'q bir narsalar shu din deb chirkitib qolgan. Endi buni tashviq qilganlar shu mollamlar bo'lgan ekan, xalq ne anda mollamni qo'rqatgan ekan, uni namoz o'qimsang jannat kirsa, namoz o'qimsang jahannam tushsa, birinchi ulab sendan o'lgan zamonda namozni hisob oladi, o'qisang o'qigan bo'lsang ishing yaxshi, o'qimagan bo'lsang ishing chatoq deb on deydi. Ondan keyin yana bizga hadislarda ashuna tashviq qildi-ku, bir odamning ishkining oldida bir daryo bo'lsa, kundosh daryoga 5 qatim bedini gunoh qilandi, ya ishni qilmaydi desa, namoz degan ashunga o'xshaydi. Shuning bilan sen namozni qiliblam tursang, Xudoyim seni kechiruvdi deb ashunga bog'lab qo'yganda, endi bu haliqi namoz deb dedik. Endi Qur'oni Karimning o'zidiki, salat ne? Haliqi arab tilidagi qoida bo'yicha salat bo'lgan bo'lsa, oldiga meni qo'shsa musallin bo'ladi. Bu haliqi shu narsani qoidamni ko'rsatadi. Masalan, fath desa bir narsani ochdi degan bo'lsa, miftah desa bu ochqichni bildiradi ekan-ku. Shunga o'xshash Qur'onning o'zidami salat degan so'z kelib, shu salatni qoidamni musallin degan. Endi bu musallin Qur'oni Karimningki o'zida shu musallinni tasvirlab ashuna degan sura Ma'arijga 70-suraningki 22-oyatidan boshlabdi. 70-suraning 22-da oyatidan boshlab illal musallin deydi. Namoz o'taydiganlar buningni musalla ustida bir muncha ishlarga buyurib, shuning oxiridan illal musallin deb mushu namozni ado qildiganlar deb mana tarjima qilibdi. Onun keyin oyatning oxirida 23-da allazina hum ala salatihim daimun deydi.
Ular davamlı qarşı namaz oqib turdi deydi. Bunu ma Uyg'urcha ular namazga hamisha ru'oyi qilg'ichilar deb manda burmilab tarjima qilgan. Əslisini qilsa doim shu salat qiladi bular. Bu doim salat qilganni ko'rsatsa, shu Xudo belgilagan, Tangri tushirgan qonun farmonga amal qilib, shuning sirtiga chiqib ketmaydi bular. Qilmish etmish, gap so'z, ish harakatlarining hammasini shu Xudo tushirgan shu farmonninki ishida qiladi bular. Davomli shunga amal qiladi deb anda ma'no chiqadi. Anda ma'no chiqadi. Onun keyin 20-sida shu salat qilg'ichilarni yana tasvirlab vallazina fi amvalihim haqqun ma'lum dedi. Ularninki salat qilg'ichilarninki mollarida boshqalarning haqqi bor dedi. Sadaqa berdi dedi. Lis sailin va mahrum dedi. Peqirlarga va tilmaydigan mol mulkidan ayrilib qolganlarga berdi dedi. Vallazina yusaddiquna biyavmiddin der. Ular qiyomat kuni tasdiq qilganlardir deydi. Vallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun der. Ular Rabbining azobidan qo'rqishlardir deydi. Mushlarniki hammasi musallin deb kelgan. Musallinin sifati. Musallinning sifati ma bu. Namoz qildigan odamning sifati ma bu. Bu yerda hech bu yerda sajda qiladi, ruku qiladi, ikki taraf salom ber degan gap yo'q demak. Yo'q. Ma'vo Qur'onda Xudo degan shu musallinniki sifati andan oxirda ularni vallazina hum li furujihim hafizun deydi. Ular avratlarini haromdan saqlashlardi deydi. Illa azva xotinlari cho'rlardan mustasno deydi. Andan yana ular ahdisiga vafo qiladi deydi. Ular ahdisiga vafo qiladi, ular to'g'ri guvohlik beradi. Andan ular o'zininki vallazina hum ala solatihim yuhafizun deydi. Ular o'zininki salatini muhofazat qiladi deydi. Andizakem eng oxirida anzam Alloh shu namoz qilg'ishlarni tasvirlab, en shular jannatlarda hurmat qilinishlardir deydi. Ma'va Xudoninki dinidagi namoz qildigan musallinning ahvoli ma'va. Yolg'on guvohlik vermaydi, va'dasiga amal qiladi, pul topgan bo'lsa uning sadaqasini haqqi beradi. Başqalarının haqqını yiyolmaydi, tarazida kam bermaydi, ota-onasiga yaxshilik qildi, ashdan hammasi shirab mana mushlarni Xudo o'zining kitobida musallin namoz qildigan odamni mushsho deb anda o'lni jannat jirdi deb Xudo kitobida musallinni bunda tasvirlagan. Andan ayada oyatni hozirlikka o'qidik, ular davomli salat qilishlardir deb. Ona Muhammad boshqacha nima qilib, ular namozning vaqtlariga rioya qilishlardir deb menda deb. Lekin oyatning aslisida doim qarsang shu salat qilib turdi. Xudo belgilagan amr farmonlarga hurmat qiladi, rioya qiladi, shuni sirtiga chiqmaydi degan mushunda gap so'z. Salat qilishlar. Qur'oni Karimdagi salat bu. Ondan keyin bu halaqi salat deganda hozir nima dedik? Salatni halaqi men namozda menda tarjima qilib oldik. Andan bu salat ashunda namozga o'xshamda deb nima qilsa, Qur'oni Karimda oyatda qushlarni namoz o'qiydi deb. Qushlarni namoz o'qiydi deb. Qani 24-surning 41-oyatida. Sur 24-sura sur sabamiki? Sur Nurninki 41-oyatida. Alam tara deydi. Alam tara annalloh yusabbihu lahu ma fis samawati vel ardi vat tayru safat deydi. Kullu qad alima salatuhu va tasbihu deydi. Mana mush oyatda salat so'zi kelgan. Görünlüme? Kullu qad alima salatuhu deydi. Ularning hammasi o'zining salatini biladi deydi. Onunki oyatning 5-ni deb kelgansa alam tara deb ko'midingmi sen deydi. Alam tara degani ko'rdingmi degan gap. Alam degani savolni qo'y. Alam tara sen ko'midingmi? Osmondagi annalloh yusabbihu osmon va zimindagi hamma narsa Alloh tasbih aytadi. Hatto qushlardan sap-sap bo'lib uchayotgan qushlardan tortib Allohga tasbih aytadi. Andan kullu qad alima salatu deydi.
Anda ularning hammasi o'zining salatini biladi deydi. Sizlar biroq qushninki kapta bo'lamdi, qushqach qoqdak bo'lamdi, namoz o'qig'ini ko'rdinglarmi? Mushu salat Ular, namoz shu emasmi? ularning namozi bizniki o'xshamaydigan, ularning o'z oldiga namozi bor deb tushuntirib keldi-da. Tamam ularning o'z oldiga namozi bor desa, masalan, mushu namoz shu bütün payg'ambarlarga va tushirgan payg'ambarlarga hammasiga buyurilgan ibodat shunami? Onanikilar Bani İsrailning namozi bor. Bani İsrailning namozi Sura Baqarniki 39 oyatidan 43 oyatiga olsanglar Bani İsrailning namozi bor. Mana haqni inkor qilgan 39dan boshlamay haqni inkor qilgan va bizning oyatlarimizda yolg'onga chiqargan kofirlar ahli do'zaxdir deydi. Ular do'zax mangu qoladi. Andan 40-oyatda Sura Baqarniki 40-oyatda. Ha, ma Bani İsrailga shunda deydi. Men o'zimnikida o'qiy. Bani İsrailga shu 39dan boshlab haqni inkor qilgan va bizning oyatlarimizdan yolg'onga chiqargan kofirlar ahli do'zaxdir. Ular do'zax mangu qoldi deydi. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar, menga bergan va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan va'damni vafo qilaman. Sizlar mendinla qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratning haqligini isbotlovchi Qur'onga iymon etinglar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qiluvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni ozg'in manfaat setib etmanglar. Men sizlardan men cheklagan narsadan saqlaninglar deb ana 42-oyatda haqni botilga aralashtirmanglar, haqni bilib turib yoshirmanglar va aqimus solata deydi. Va aqimus solata va ataz zakata varka'u ma'ar rakin. Miyadimi namozda qolganda asl oyatga kelganda salatni turg'izinglar, zakatni ado qilinglar, ruku qilishlar bilan ruku qilinglar deydi. Endi mush yerga kelgach Bani İsrailga berilgan salat, shu aqimus salat degan salat bilan shu Muhammadga berilgan salat, uningdan hozir ko'rsatgan oyatdagi qushlarning salati hammasi o'xshash bir salat sifati bilan kelgan. Oyat hozir Bani İsrailniki hozir jivishlaydi yahudilar. Onunki manda Muhammed Allah'a o'xshash qildigan 5 vaqt namozi yo'q. Andan uni qushni boshqa salat qiladi desa, masalan, Qur'on Karimda innalloha va malaikatuhu yusalluna alan nabiy deb oyati 33-surada deymi? 33-surada. Muhammed'de o ya. Süleyman. 33 sura Ahzab'niki aşağı ayette innallaha ve malaikatuhu yusalluna alan nabi deb oyatda Allah ve malaik periştlarma peygamberge aşı salat kılıdı deb oyatdagi salatni namoz esa salat so'zi qushlarga berilgan salatga mı o'xshash, Bani İsrailga berilgan salatga mı o'xshash. Onundan Xudo o'zini oyatda innalloh va malaikatu degan ashadimiz salat degan so'z o'xshash. Undan chog'da Xudomi namoz o'qigan bo'ladi oyatda. Qushlarning namoz o'qishini biz ko'rmadik. Hamda Xudomi namoz o'qiydi, Xudo kimning namoz o'qiydi. Hamda salatniki Qur'oni Karimda umumiy ishlatilgan salatni so'zninki berilgan ma'nosiga asosan bu bir bog'lantı qurish. Xudo tushirilgan emir fermanlarga rioya qilishning o'zi mushu salat. Yana desak, yangishib dumqo'pa peshonasini yerga tekkizib qilgan ibodatga Qur'onning hech bir dalil yo'q. Bir rakat namozga dalil yo'q. Ana hozir oyatni o'qidik, alam tara degani ko'rdingmi degan gap. Ko'rdim degan ma'no hozir qushlarni namoz qildi ekan ayni. Qushning namoz qilganini biz ko'rdikmi? Agar o qushlar boshqa usulda qiladi degan bo'lsa, Xudo bizdan nima so'raysan ko'rdingmi deb. Biz ko'rsak qushlarni ko'rdik, hayvonlarni ko'rdik, lekin biz uniki salatini ko'rmadik. Lekin oyatda Xudo so'rayotdi, ko'rdingmi deb so'rayotdi, bizdan sotlayotdi. O jang vaqtida frontda bir qismlar oldin sepda urushinglar, yana bir qismlar kelib jirkat o'qinglar. Anki o bereket okup olgandık bu kayısın yani birisi kirip yan bereket okusun
şekilde bir ibadet ne var, ibare var. Nisan'ınki 101. ayette. 1 Nisan'ın 101. ayette var. Onunla bir kelime hazır. Hmm. 101. ayet ne? A, he. Sur Nisan'ın o degan ayet 102. ayet keldi. Onu 101'den başlap okusak, sepaya çıkan vaqtinglarda deb başlar. Ve idza darabtum fil ardi deb sepaya vaqtinglarda o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib, namozni qisqartib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat deb qisqartib ani qo'shib qo'ygan yolg'on gaplar bu. O'qisanlar sizlarga gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqiy ochiq hukmandir de. Onundan keyin فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ayetde dikkat qilinglar. فإذا كنت فيهم sen ularniki ishida bo'lgan vaqtingda ayat ko'rsatganlari kofirlar edi. فإذا كنت فيهم sen ularning ish orasida vaqtingda degan gap bor. فأقمت لهم الصلاة deydi. Sen ularga kofirlarga namoz qilib deydi. Ayda to'g'ri bo'lsa kofirlarga namoz qilib degan gap chiqadi ayada. Ma oyatning hukmi payg'ambarni kofirlarga namoz qilib desa, kofirlar avval iymon aytdi yoki avval namoz o'qindi. Hmm. Hmm. Namaz imandan keyin keldi. Ama kofirning shirki vaqtida sen ularga namoz qilib deydi, salatda. Bu yerde kafirlerin arasında Müslümanlarla aralashib turgan bir cemaat aralashib olgan bo'lsa, iman etganlar bilan deydi, Müslüman degan hukmlar boshqa narsa tushunyapmizku. Ya'ni mo'minlar bilan ayrim namoz o'qiydi, lekin kofirlar va ayollarda, atrofda kofirlar bor. Masalan, bir bozorga bordik. Bir cemaat namoz o'qiydi, qolganlar atrofda bor, shunga o'xshash bo'lishi ehtimollik yo'qmi? Ya ayet nikahlıqı 101'de ve izâ darabtum deb ko'pchilik kelganda sizlar deb müminlar da'vatıdı. Ve izâ darabtum deb sizlar deb ko'pchilik müminlar da'vatıdı. Sefer chiqqan vaqtinglarda deydi. Onunkin 102. ayette 102. ayette sen ularning orasidagi vaqtinglarda deb mushriklarni, kofirlarni ko'rsatadi. Sen ularning orasidagi vaqtinglarda ularga salat qilib deydi. Ularga salat qilib. Yani Ular meğerki fihim bayatınki seferge çıkanlar emasmi? yo'q, agar bayatin safarga chiqqan bo'lsa fikum bo'ladi. Va iza kuntu fihim deganda ularning orasida ham 3-shaxsni ko'rsatyapti. Oyat va iza darabtum fil arsi deb tum deganda 2-shaxs bilan kelyapti. Sizlar Tamam. Mandak emasmi? Biyat undaqda bu söz ne? Allah ayet sefer çıkan insanlara kartap deyilyapti o. Lekin ma ikinci ayetine sen onlarla arasındaki çağda diye vaqtda bu ayette Muhammed hitap kılıvatıdı. Onda olan ki Muhammed'e nispeten onun cemaati elbette uhum bulmamda. Ya aşu tumning ichida shu Muhammadni bor. Shu vaida darabtum deganning ichida Muhammadni bor. Sizlar safar chiqqanda qildi. Anima ikkinchisi kelganda va bu sefer çıkışlarının karşısında Muhammed'den bağlılığını kadar delilleyiniz. Tum deb borda, tum deb bor. Onunki va jayat ko'taranglar. Men ekranni almashtiruvchi. Aynen. Ve iza kunta deganda vav qo'shilib kelganda vav deganda bog'liq var. Shu 101 oyat 102 oyatdan qo'shilib kelgan. Va. Vav birinchisini ikkinchisini qo'shib kelganlik uchun Yani davomli shivatqanligini bir davomli shuni keyin ham darabtum deganda shu darabtumning ichida Muhammadmi bor. Andın shu ustiga chiqinglar. Bo'lma o'zimnikilar. Mana. Ma ustidagi bo'lma.
Ha mana 101-sida va iza darabtum deb tumning ichida sizlar deb shu Muhammadni bor. Chunki ikkinchisi 102-oyat va iza kunta deb Muhammadga nim qilib kelganda agar sen deblik 101-oyatning keyin bilan vav bilan qo'shilib kelgan. Shu vav degina ustidagi oyatga qo'shilib turdi. Va iza kunta degina To'xtama. Biraz grammatik yöneli. Eğer bu 102. ayetteki vav 101'e bağlaydığı şey olsa, ha o zaman ben 101'den bir vav bakken ve de ba. Onu 100'e bağlanmam da. Onu yüzgü bağlaymiz. Onu yüzgü bağlaymiz. Ondan sonra 100. ayetke karab bakmayın mı? Ve men yuhacir deydi. Fi sebilillah da şu 100. ayet, 101. ayet, 102. ayet, onun kendi kildiği 103, 104 aşılan hemmesi bu aylıkı bir-birsik bağlanıp kendi kildiği ayetler. Bir-birsik bağlanıp kendi. U yerda hech qachon arliq tashlanib qolgan bishmazgildan keyin deydigan bir narsalar yo'q. 99'da fe'len başlattı o. Bu aygıdı. Vav degine asosda qasam bilan keladi, undan keyin bog'liq jo'lab keldi. Uyg'urchadagi va bilan o'xshash. Ham va degan bilan o'xshash. Hozir men o'zimizning oyatning aslikilar mana 102-oyatda faida kunta fihim fa aqamta sen ularga turg'izba deydi. Muhammadga buyruq qilyapti-da, lahumus salata deb shu mushriklarning orasiga mushriklarga da'vat qiladi. Sen ularga namoz qilib, salat qilib deydi. Ulardan bir bo'lik jamoat sen bilan birga Qur'onlarni olib birga tursin. Ular ma oyatning yana qisqarlar, diqqat qilishga arziydigan bir yeri bor. Val ya'khudhu aslihatahum fa iza sajadu deb. Fa iza sajadu deganning ichida Muhammad yo'q. Ular sajda qilsa deb degan oyatda. Fa iza sajadu ko'rdingmi? Ular sajda qilsa fal yakunu min varaikum sizlarning orqanglarga o'tib kelsin dedi. Agar namoz qilayotgan bo'lsa, Muhammad imom bo'lib namoz qilib turibdi, shundaymi? Jamoat imomning keyinida turdi. Mayadagi oyatda faiza ular sajda qilsa, sizlarning keyninglarga o'tib kelsin dedi. O chog'da Muhammadning keyinida turib yana qas keyniga o'tib ketdi. And vel ta'ti taifatun ukhra lam yusallu. And salat qilmagan yana bir turkum kishilar sen bilan salat qilsan deb ashnalab kelgan. Qur'onlarni ilavason deb ashnalab. Ham oyatga kelgan oyat ham o'chaqning o'zi nezi qalqan qilich hamma bir narslar bor. Hamda uni ko'tarib engishib, jukunib, ta'zim qilib namoz qildi deganga o nezi qilish qalqanli bilan o toza aplishadigan ish emas. Lekin oyatga kelgan oyatning eng muhim nuqtasi qaysi desa, eng muhim nuqtasi faida sajadu fal yakunu min varaikum deb kelganda ular sajda qilsa sening keyninga o'tib ketsin deb. Sajda qilishida Muhammad yo'q. Sajda qilishida Muhammad yo'q. Ama peygamber eğer namaz o'qimagan bo'lsa imom bo'lib, onun keyinda namoz o'quvchi bir jamoat oluştu ama jamoatdan yerime. He. Endi şu namoz o'qib bo'lganlar, o'qiyotganlarning keyniga o'sish shu. Ya mayadagi qarshi o'qib bo'lganning keyniga o'tdi. Varaikum. Keynida yana keyniga o'tdi. Yo'q, mak o'quvi ne? Namoz o'quvi ne? Payg'ambarga ergashdi, masalan deylik. Ergashdi. Ikkinchi jamoatlar banda xato qilib, shunami? Bak o'qimog'i ne? Ma o'qib bo'ldi. Yana bir kelib o'qiydi. Shunami? Bish kelib o'qiydi. Ma o'qiyotgandan keyinga o'tib ketmay ma o'qib bo'lganlar. Ya'ni birinchi sabtkilar ikkinchi sabtga o'tib ketgan payt bo'lmadi demoqchi. Ya ma oyat kelganda sizlarning keyninglar o'tib ketsin. Yana birisi kelsin deb manda kelgan. U yerda secde qilib ruku qilganligiga oid hech qanday nima yo'q. Ononiki ma'vu namoz qilganlar mu'minlar emas. Ma'vu namoz qilib turadigan mu'minlar emas. U
Namozni agar shu chaq bo'lsa, kofirlar avval, mushriklar avval iymon aytadi, undan keyin namoz bo'ladi. Shundaymi? Lekin bu yerdagi salat kofirlar qilib berayotgan salat baribir. Bu yerdagi salat kofirlar qilib berayotgan salat. Ma tercümede o cihatta degan so'zni tırnak ichiga olibdi. Qo'shib qo'ygan shu, qo'shib qo'ygan. Yani Ona cihat yok dediysek eğer sen müminler bilan birga bo'lib, ularga namoz o'qib bermoqchi bo'lganingda, Uyg'ur tili grammatsikasi yomon bo'lib chiqqan bu ishda. Xayr. Müminler bilan birga turgan chog'ingda ularga namoz o'qimoqchi bo'lsam, ularning bir kişi sen bilan birlikda o'qisa, birlikda o'qisa, qurollarni yenida tutsa. He. Secdege berip bo'lgandan keyin ular arqonlarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa arqonlarni kuzatib tursin. Ularni onu namoz o'qimagan ikkinchi firqa kelib, sen bilan birlikda, shuna debda Rasululloh o'qib bergan namozga ma'qul. Birlikda namoz o'qisin. Düşmanlardan ihtiyatçılık bilan o'sha tursin. Qurollarni yenida tutsin, yana debdi. Kafirlar sizlarning qurollaringlardan, eşyalaringlardan g'aflatda qilishinglarni shuning bilan birga birdilla hujum qilishni orzu qiladi. Dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursati bo'lmaslik uchun, bo'lmaslik uchun hammanglar birli vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha qilinglar. Agar sizlarga yomg'ir sabab kelib keladigan kasal bo'lsanglar yoki kasal sabablagan bo'lsanglar, qo'linglarni qo'yib Kurallarını koyup koysanlar sizlerge hiç günah olmaydı. İhtiyatçan, uşağı bulanlar, hakikaten Allah hakikaten kafirler için kolu azapta yağladı. Bir yerde sizin abiyetten dinlerinde bu Muhammed bir yerde ayette İza kuntum fihim fe'akamte lehumus salate diyen yerde müşrikler kafirler baridi diyen gepni kıldığını bunlardan taptı. Ya şu müşriklar qilib berayotgan namoz. Müşriklar qilib berayotgan namoz. Faiza kuntu fihim degani ularning ichida deb 3-shaxs mushriklarni ko'rsatadi ayat kofirlarni. Ama bu Ondan keyin 100. ayet görsak, hammasini bağlasak chiqadi. Hammasini bağlasak, 100, 101, 102, 105 kichimlik basa chiqadi. Ondan keyin 103. ayetda deydi. Faida qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman va qu'udan va ala junubikum va faida atmantum faqimus salata. Hozir namozda qilmoqchimi? Namazdan boşqa vaqtinglar, salatdan boşqa vaqtinglarda o'ltiribmi, yetib turibmi Allohni yod etinglar deydi. Xotirjam bo'lgan chaqinglarda namozni yana o'qinglar deydi. Ayada namoz keyin kelayotgan narsa bu. Ammo ma ayette bir narsa ko'zamchilikda bilan. Ma tercümede sen müminlerden birle bulup ular namaz okumamış boğununda, iman etkanlardan birle namaz okumamış boğununda dep aptı da mevete mümin kelimesi yok ko. Ya şu ayet yok onu Mehmet Salih qo'shib qo'ygan. Tamam da ma qo'shib qo'yganlarni tırnak ichiga qo'ydik bu. Normalde ma'lum. Ayetning o'zim yo'q-da. Mevete mümin kelimesini ben köymeye kaldım mı ya köygende var mı? Arapçada yo'q. Arapçada İza yo'q. kuntum fi. İda kuntum Yaki fi. Ularning ichida bo'lgan vaqtinglarda. Ma sefer çıkan müminler dilatkan aldıdaki ayetlerden biraz da çıktı mı mümin diye söz. Hadi. Yo'q. Aşı ida darabtum bazdan boshqasi yo'q. Darabtum degani sizlar deb shu Muhammad va uning atrofidagilarni ko'rsatyapti-da. Ben bilen 100. ayetki bir kalite ya. Ha. Yok ya.
iman etgan, ya'ni mo'minlar degan so'z bu yerdan chiqmaydi ekan. Ya'ni bunda bir oyat yo'q ekan. U yo'q ekan tarjimaga mo'minlar degan so'zlar qistirlibdi. Aşında aşında. Ee, Eyyühel muhacirin illa Resul. Mo'min degan so'z ibora Arapçada yo'qkan. Ya'ni Qur'onning aslisida mo'min kelimasi yo'qkan. Mana bu mazkur oyatda. Fakat ve izâ darabtum degene sizler dep şu ikkinchi yaxshi söyletken şu müminlerini göster sen de. Hum degene müşrikler oldu. Üçüncü şahıs. Ee, de hayır. Yani başlaya gerek yok. Ya aşında Uygurçaga aşında kalaymakan tercüme kılıp nurgulluğan matrikoşanlarına koşup etkende ona Arapçasını azırak izlenip Arapça boyunca düşünse o doğru çıkdı. Lekin ayada hem de o inek ayet hem de o kapırın arasında namaz kılıp baratıdı. Namaz kılıp baratıkanlar kapırlar. Bunda olsa bu namaz cihatning içinde kılınayotgan namaz deysek, eğer salat. Fakat diyen gapning özümü yok. İza darabtum fil arze Ha, degene. umu yok ha, umu yok. Aşnыңdan şu halqı muşu mollamninki tefsirisinden şu cihat kıysan namazını şunda kılsa da başında oydurup çıkıp başlar teşvik eden bir narsa. Ha, ma'qul. Cihat mı emesken, ondaqda bu kafirlar bilan birga qilinadigan bir salat olsa, o zaman birga qilgan vaqtingizda yenilik. To'xtanglar. Kafirlar bilan birga qilinadigan bir salat bo'lgan bo'lsa, u chaqda Muhammadni sen ularga salat qilib deb manda deb demaydi. Sen ularga salat qilib u chaq Muhammad iymon bo'ladi, keyindan ergashkilar Muhammadga ergashib sajda qiladi. Lekin o sajda qiluvchilarning ichida Muhammad yo'q. Endi bu secde degan gapni biz onun arka pişansını yer tekizişte biz aşına toptaklıkı hem ya da aşına düşünüp varganda lekin Kur'an-ı Kerim'de işletilgen secdeninki pişansını yer tekizişte mi var lekin mutlak yok kısım yer unda dep kelmegen. O secde kılışninki başıga ma'qul buluş, mail buluş, onunki itaat kılış deydigan ma'nolarım var yerda. Lekin bu ayette inak Muhammed secde kılgıçılığın katarında yok. Mesela namaz okuyan varsa Allahu Ekber deyip imam secdeki varsa kendikilerim secde kılıdık o. Lekin ayette secde kılgıçılığın içinde Muhammed yok. Ular secde kılgandın kim deyip var. Uçağıd Muhammed secde kılgıçılığın içinde yok. Şunu ona namaz deyip onda digine bulmaydı. Bu biraz ne deymez bu Türkiye deyip bu biraz adamni kalısını sal gıdıklaydıgan iştek düşengen olmaydıgan bir kısmı bu. Bunaga aşı jip için tutup aldı kendiki ayetlerinden tartıp hemen yığıştırsa bağlap düşense u yerda namaz kılavatkanlar o müminler emas. Ayetning eni hukmi Hozir mundaq narsaga jazmlashtirish shak qolmoqliq. Ya'ni atalmış bizga singdirilgan an'anamizki namazning payg'ambar o'rgatgan namoz emas ekanligiga shak qolmadi hozir. Shu deyishga hech nima qolmadi, o'rin qolmadi hozir. Uni bakjiq taraflardan yoritilib bo'ldi bu mazmun. Jiq nuqtalarni o'tirg'atdik. Qur'ondami yo'q dedik aynan. Rost yo'qligiga o'zimiz qoyil bo'ldi. Yo'q, bu Qur'on bilan hadisni manba qilamiz deguvchilardan dalil talab qildik. Derse özel oğlatkan namazdan işkirken delilini keltirdi de. Bu çıkmadı. Hem de bu kılıvatkan namaz zaten doğrusu emeskiga tamam. Onun bir nersi yok oturda. Ondan doğrusu nime degan mezitler bu 1400 yıldan kömülüp kelivatkan bir nersi olsa hakimiyette bir tarafından basırılıp kelivatkan Ebu Hanife okşaş, 4 halifelik okşaş ve başka hembililik okşaş bütün
o'ltirilib kelayotgan haqli so'zlaganlar. Mushundaq bir tarixiy kechmishlarda haqiqatning ko'milib qolgan bir haqiqatning bir arxeologiyalik qizib tekshirishdan bu ta'sirligini amalan bilamiz. Bu yerda o'tiribdan bir programda ashmajimdan yaxshisi siqiblam topolmadan oy bo'ldi deb keyin ketib o'zimizning kunga yerga berib o'ynaymiz deydigan kichik bolaning o'yinchiq emas bu. Bu aslida amalanning majburiyati. Ashmajim bu yerda bir to'shiklashgan bo'lsa, to'xtab turinglar, men fikrlashib baqaman, men mandat tushungandim. Sizlar anda tushunibsizlar. Bu bunda emas, mandat deydigan şekilde aloqa o'rnatib, to'g'risini bilib topsak yaxshi bo'ladi. Ma ekranda ba'zan do'stlarimiz mana nahmadan ko'rayotgan sel öpküsü yok. Yesi birodarlar varken, vatandaşlarımız varken bola bu şekilde inkas yazsanlar qarindoshlarimiz yaxshi olmaydi. Çünkü inkas o'qilish tegishli bir narsa. Bu yerda har bir qiz gapga bir tükürüp yugurib yursanlar ne kadar sizlarninki paxaldek öpküsü yok. İnsanlarninki ifadesini berib qo'yayotgansizlar. Bunday qilsanglar yaxshi olmaydi. Dalil bilan so'zlanglar dedik, dalil keltiring dedik. Bir dalilni keltirgan bo'lsanglar, sabr qilinglar, ne o'tganini so'rashga tirishamiz. Ama keyin-keyindan unda fishaq bo'loqcha vari qilaversanglar, unutilib qoladi bu masalacha. Arliqdan boshqa narsalar ko'milib qoladi. Saviyasizlik, tarbiyasizlik qilmanglar. Hozirgi ma'vo. To'xtam, men gapimga gap qo'y. Shu mushriklarni Qur'onda mushriklarningki salat deb kelgan, shu mushriklar qilgan namoznimi, shunda Allohningki baytining qishida aynan shunday yaqin so'zlagancha o'lni salati isqaytish va chavakshilash deb shunda kelganda, shuning o'zinimi o sura Anfalningki 35-oyatida 8-suraning 35-oyatida isqartish bilan chavakshilashning o'zinimi namoz degan salat. Ve ma kana salatuhum indal bayt illa muka'an ve tesliye fazuqul azab bima kuntum tekfurun dedi. Aşolniki isqaytib chavakchag'inimi Aşnıma Allah Kur'an'da namazdan qatarını qilgan. Andına ayetning oxirida ularga azobni tetitmez deb başlaydi. Hamda o'qiyotgan narsa Qur'ondan chiqmagan ekan, dastlabda bizga ta'sir qilganda tipirlab buning vaqti ketdi, to'xtab qoldi bishkina. Shunga bizning tillashlardan bek xapalab ketmasak bo'ladi. Demak, o'g'lim namoz qilyapti-da? Ha, o'g'lim namoz qilyapti-da. Tushunishga oldi. Variylari namoz ekan, mushriklarning namozi ekan. Mushriklarning namozi. Ashmajim, bu mavaz charchatdi. Men biroz buni nimadan keyin yana bir qayta qaray. Sizlar albatta buni biqqitim qarab chiqqan narsa emas, kallani qo'ltiq qilib, rasm beshimizdan oldimizga qo'yib o'tirib, undan keyin mana desak bo'ladi ekan emas, deymisak bo'lmaydi ekan deb turib chiqdik mayagida. Ashtabu hozir. Ya desak bo'ladi ekan emas, deymisak bo'lmaydi ekan degan taqozo bilan zaruriyat bilan chiqib so'zlanayotgan masalalar uchun. O'shdan bo'lg'achqa albatta sizlarga ishonmaymiz emas, ishonmaslik emas. Biz mana bir chaynaylar, bizlar emas ko'rayotgan do'stlarimizni biroz nima qilsin. Moshu nimani mishada to'xtatdilar mana bu bugungi mazmunni mana oxirgi ularning orsidagi vaqtida sen ular namoz o'qimaymoqchi bo'lsang, 20 kelib san qatilsin, 20 keyingi sepga o'ssin falan degan mazmundagi mishani qayta nima qilamiz? Ya aşağıda yani bir çaynağa ya çıkıdı ya ki atlap ötümüz verden. Şununla bir nefes alın. Meyvel, aş doğruluklar nima qilinsa, bu rost degandagi 5-6 uzun oyatni eklab tizdigan narsa hamda ma'noda rost gapsa vaqt bekishga ketgan. Men qaragancha ayrim bir hammani tizimlikka oyatlarni deb ashuna bir programda birini qiysak bo'ldiga o'xshaydi. Hozir birdan bir soat 40 minutlar ketibdi. Ma'nani tushuntirish tirishyapman, lekin hamda ba'zi bilimlar ashunda u ham yoqqa egib ketib boramdiq ya. Lekin shu
bir qisqa Sur Niso'niki 100, 101, 102, 103 oyatlarini bir qitim dars qilsak bo'ldi. Umi taxminan 1 soat elishi mumkin. Hamda ashuna ichidagi hammasi so'zlarni birin-bir haliqi orib, bog'lab tushunsak, hamda xatolik yo'q. Oyatdagi namoz qilayotganlar mushriklar, kofirlar. O oyatniki aniq hukmlarni ashunda. Uningki faida sajdu deganninki hukmlarniki ular sajda qilsa degan bo'ladi. Aning ichida sajda qilishlar Muhammad yo'q. Demak, u yerda ta'zim qilib, yaga yangishib, peshonasiga yaga tekizib qilgan unda bir diniy ibodat. Mayli kim bo'lsa, men yana deyman, shu Qur'onni ko'tarib chiqsa, mush hozir qilayotgan bomdod 2 rakat, peshim 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xubdan 4 rakat, shu namozini Qur'oni Karimdan isbotlab beralsa, mayli Qur'on emas, shu hadislardan isbotlab beralsa, men chatoq yo'q, men bir necha qo'y so'yapman, yetimisining og'zini to'ymay. Hech nimasi yo'q. Bu namoz bayon dedim, bu hukmron sinfninki mush xalqni kontrol qilish uchun bayan chashqanni misol qildim-ku. Ashuna noqib qo'yib, buningki aqlini bir joyga band qilib qo'ydigan, ashuna bir oxirgi kelgan xulosa mana shu. Mening xulosam mana shu. Hamda buda yana bir kangrab tushayli, chunki bu bek cho'ngtimi hammadan shu namozga kelgan chog'da hatto bir oylab tortishib ketganlar bor. Bizda xizmatda endi ikkinchi qitimliqi. Men taxim ixchab qilatim qilay, lekin men 100% shak 99 emas. Hozir o'qiyotgan 5 vaqt namozniki dumitutum qo'piniki Qur'oni Karimda hech qanday dalili yo'q. Hech qanday dalil yo'q. Agar yama dalili bor desa, kitoblarni ko'tarib chiqsa, uni munoziralasak bo'ladi. Uni munoziralasak bo'ladi. Qo'shimizdagi sabab bu insonningki ma'naviyatini bunda qamallab oldigan, uni boshqa ishlarga o'ylashga, vaqt chiqarishga, izlanishdan to'sab qilgan, qiziqib bir ishni qilyapsanglar, chakkillik o'tirishdan bir şey kelib bir narsani buzurtidi. Sizlar uningki ishini qilib bo'lib, o'zingniki keyniga yinib, yana shu asli ishingni shu qizg'inlik, shu hissiyat bilan davomlashtirishga yana bir mezgil vaqt ketadi. Shuning bilan u ish burun sil planlanganligidek bo'lmaydi. Hamda meningki o'rgangan nimam bo'lsa, men keskinlik bilan deyman, bu namoz ashuna bir narsa. Namoz ashuna bir narsa. Sizlar shu butun vujudingiz bilan bir ishni qilmaysizlar. Shu o'ydirib chiqqan 5 namozni kelib sizlarga taqab qo'ydi. Uningki yana birisi nima deyish kerak? Uni yoshirib qo'yadagi hech nimasi yo'q. Endi bu alaqa namozda o'qigan chog'da biriga qarab o'qiydigan bir ish bor. Qibla deydi. U qiblasiga ayrim kelmas. Endi Qur'onda kelganda sen qayanda salat qilmoqchi bo'lsang, yuzingni Masjidul Haram taraf qilgin deb manda deb oyat bor. Endi uni hozir shu mollamninki, shu arablarninki o'rgatgan diniy tashviqotida yoshirib qilishninki hojati yo'q. Bu baribir chiqadi. Shu Masjidul Haram deb hozir Makkadagi doiraning ichiga kelib olganni ashni Masjidul Haram deb tonishtirdi. Endi Qur'ondagi Masjidul Haram u boshqa narsa u. Buni nima deyish kerak? Endi ma'nali qiblada buniki bekitib olgan nima desa, bu 5 vaqt namozni arablar tiklab qo'ygan tosh qarab o'qiydi-da. Manda gap bo'lmaydi. Tosh qarab o'qiydi. Endi u Alloh tarafidan tushgan buyruq emas-da. Hem sen şunu taş qarab namoz o'qiysa deb ma'nimi so'rash kerak. Taş qarab o'qi deb Qur'onning hech yo'q. Masjidul Haram qarab o'qi deb. Endi Masjidul Haram shu tash tushgan yer bo'lsa, uning ham Qur'on dalili yo'q. Bu ashundaligi bir-birisiga chetishib ketgan nozik temalar. Buningga birisi savrchanlik ketadi. Yana birisiga ixlos ketadi. Andan men bu sabr qilma qo'limdan kelishicha o'rganganlarimni oymayman. Lekin men tillashmay chiroyli bir millatni bilib qolsin degan temada o'tirg'a chiqib paranglashyotyapmiz. Endi buni qarashtiramiz deydiganlar kitbi shaxsan men o'tgandim dedi, men 5 vaqt namoz yo'q Qur'onda, kesinlikli yo'q. Bu odam qildiganlar bo'lsa, uni chiqsa, uni munoziralasak bo'ldi. Endi o 5 vaqt namozni
O'qisa nima bo'ladi desa, hamda kallasiga keldi, ba'zilar o'qiydi, ba'zilar. Hamda har adam man Qur'onlik salat deganda namoz deb tushundim, 5 vaqt namoz ming to'rtni ya o'qib kelibdi. Men o'qiyapman deb unda o'qisa tamam, o'tni kim o'zining qo'li, shuning qo'li ko'ydi. Uning bilan bizning ishimiz yo'q. Lekin yer manda bir muhim masala bor. Hamda mushu 5 vaqt namozni ya Xudodan tushgan, Xudo meni shunday namoz o'qi deb deganligi uchun, buyruq qilganlik uchun men shunday o'qiyapman degan beshig'iz gapga javob berish kerak. Chunki Qur'onning hech yerida Alloh insonni 5 vaqt namoz o'qishga buyurmadi. Andın düm etib, düm qo'pib, do'ng'iyib, oyinda yengishadigan ish Qur'onniki hech qanday oyatida yo'q. Xudoning dinining hukmi bo'yicha Allah tarafından düşürülmegen, din deb Allah tarafından düşürülmegen meyli gap söz, meyli iş hareketlemde muş kitapның içinde, bolapmış Kur'an'ның içinde yo'qlam bo'ladi ekan, onu boshqa yerdan tepib, yo'qmi shu dinken deb ashni haliqi praktik qilish, ya'ni o'zining amaliyotida ko'rsatish, din deb e'tiqod qilish. Andan shuni yo'qmi shunday qilsam men Xudoga yiqilishim deb özligidən aşına din deb e'tiqod qilish, bu Xudoning dinining hukmi bo'yicha bu mushriklik bu. Hech qanday shak yo'q. Xudoning dini faqat ash kitobining ichida, ash kitobning ichidagina bo'lsa, shu din yo'q bo'lsa hech yerdan berib izlamaymiz. Hamda tushunamasak, biladiganlardan so'raymiz. Hamda tushungichamlik sabr qilib qilmaslik hammadan afzal. Hatto uni ash Alloh Muhammadga mashunda degan. Sura Yunus'ninki 97. ayeti o deyme. Muhammed eğer sen biz sana nazil kılgan kitaptan şeklensen, sen de ilgili kitap verilgenlerden sorap bakkan. Sen hakikaten Allah tarafından hidayet geldi, sen şakkıçıladın bulmakan degen. Hatta Muhammed'nin özünü mü kitaptaki bir narsını düşünüp kallısı yetmeyen olsa, ehli kitap degen şu Yahudi Nasaralı şu İncil Tevrat verilgen şu ehli kitap şu. Şoladan sorap bak degen. Hem de bu hazır kılıvatkan bu namaz, Kur'an'da mı yok, şu ehli kitap Nasara Yahudi'nin şu olsa, şunun kitabı mı yok. Hem de bu nim bulap kirip kaldı edilse, hem de kızıkçı izlensi buldu, hem de bunun şekillenişe mahiyeti... Naşimacım hazır baba emes degenge unumatga adamga bu zaharli degan gapni qilsak tag'im bo'lmaydi hozir. Bu ko'tarilmaydi. Onunki bu namozning o'zining zaten manbasiz ekanligini e'lon qildik. Manbayimiz ko'sta da'vatini buni ko'tarilmayapti. Yani ba da'vatida Qur'onda avo, mavo da'vatida. Bu zaten shu yana bir demek talep kıldı. Sizin hazır dağıtkan mezmununla eğer bunu Allah tarafından belgelenmeyen bir dersten dindisen, ibadette düşünüp kıysan, bu başka bir mezmun ötep gidiyordu. Uçağı sen savap taptığında kılvat karşın sana günah olup, senin cinayetin gizliliğine nasıl oldu diyen fikir ötep gitvatısılar. Top doğru. Top doğru. Yani, bu hazır çüçüştüğü bir mesele çok. Özünün var yoğunu namazdan ispatlaydıgan imanını kafirle Müslümanın oturuşu fark namazda qaraydıgan 5 vaqt namazını özünün takvayı sağlap Xudo bilan muңdashqanlik tuyg'usini yashab ko'ngan namoz bilan do'stulab namoz bilan qudvachulab masalanda namozxonlar bilan mo'shundaq ichib kirishib ketgan bir nima cho bu hozirlikqa ajrashmas ko'nak odat. Buni hozir bunun senin dalilin yo'qkan biz Qur'onda topamiz, Qur'onni manba qilamiz dedi, Qur'onda yo'qkan sen Qur'on bilan hadisni manba qilmaydi dedim, baba ikkilisidan topadi dedik, e'lon qildik. Buningdimi yo'qkan? Yani shunda olsa dalil olmasmi? Unimi yana unga chaplashmasan, o zaman tamam qo'yib bersak bo'ladi. Lekin siz degandek haqiqatan agar ikkilisi hozir yamsizmi ikkilisi deb turganda lekin o'sha Allohning dini nomidan Alloh buyurgan deb turib uni din qilib belgilashdan yana bir tavhidiy masalaga berib taqilganligini ayrim bir tema albatta. Lekin moshini bugungi
namazning aslisi nima edi degan mazmunning tamomlanmaganligi tufayli aning o'tmay tursakmiki deb tormoz dastlab qoldim. Bugun ko'rganlardan mushu bu bugungi temaga aloqador bir qancha savolga javob berishimiz kerak edi. Ba'zanlarni bayotdagi oyatlarning oralarida tushuntirilib bo'ldi. Faqat bir qo'l qarab chiqsa qanday bo'ladi degan bir narsa o'ylanib qoldim. Lekin 10 minut qoldi 2 soatga. Bu yana tugimidi. Bunda Ya olsa bu manda qildi. he. Zaten tügemaydi bu çünkü zaten Ya bu 20 asırlık. 1400 ya 1400 yılning yag'zi haq kelib ma Uyg'urlar ichida 1000 yilning yag'zi haq mushunda deb qilib kelayotgan narsani biz yiltizning qo'mirimiz deb o'rilgan ekan. Hali u oldirab o'rilmaydi, uni yiltizlarim tarab chirketgan. Biz o'q yiltizlarniki kesib uni planshda versak, qag'ini hali millatning Zamanla o'tishlar suvsizlar quriydi. Ha, lekin oniki Xudo ham bu yerda eng aqlli savat nima desa, agar bular shu Allohga ishonsa, ching turayotganlar Allohga ishonsa, Allohning diniga ishonsa, Allohniki kitobiniki mukammal dinga oid hamma narsani tafsiliy bayon qilgan bir kitob ekanligiga ishonsa, bu shu zamonlikka to'xtash kerak. Chunki bu Qur'onning hech jirini oqsa yo'q bu. Onunki müşazir degan gap nima? Mana Sur Shuraniki 21-oyatida amlakum shuraka shar'u lahum minad-din ma lam ya'zim billah degan mush oyat kelsa, sizlarning dindan Alloh sizlarga ruxsat qilmagan ashunday namoz olamdi, tashin cho'gilaydigan tashatiga ishlamdi, shu narsalarni din deb bekitgan sheriklaringlar bormi deb Qur'on Karimda oyat bor. Sherik deb kelgan arab tilining qoidasi bo'yicha oldiga mi qo'shilsa shu sherikni qilgan odamni mushrik deydi. Shunda qanchada Xudo kitobida demagan har qanday ish harakat ibodatni yoqmish Xudodan keldi deb qilishning o'zi bu sherik bu. Bu o odamning mushrikligini chaqiradi. Mana hozir men sura Arabningki 33-oyatini aytinglar. 33-oyatda nima? Allah ashunda deydi: "Qul innama harrama robbil fawahisha ma zahara minha va ma batan vel ismi vel bagya bighayril haqqi va an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana" deydi. Oyatning tarjimasini o'qisanglar qaranglar. Aytqinki Parvardigorim oshkor va yo'shirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarning nochiqni, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik qilishinglarni, o'zinglar bilmaydigan narsalar haqida Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashinglarni harom qildi deb haromning ichida bu. Hozir shu 5 vaqt namozni Xudo tushirganmi? Yo'q, ayna. Ashuni Xudo tushirdi deb e'tiqod qilishning o'zi mana mayadikalik naiti muhim so'zdan birisi var ya-da va an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana degan bak yo'g'on gapma bu. Sultana degan osh ishninki shundaqligiga Alloh ruxsat qilmagan, izn qilmagan yoki huquq bermagan, masalan, sizlar bir idoraga chimakchi bo'lsangiz, huquqingiz bo'lsa ishchi chirsizlar, shundaymi? Huquqingiz bo'lmasa chiranmaysizlar. Sulton degan shuna huquq degan gap. Aşı qılıvatqa işiniki şunda işkelligiga Allah izin bermagan narsalarni Allah şirk keltirishingni harom qildi deb yani harom kelimasi bor yerda. Shunga bu chaqchaq qiladigan narsa emas. Bu narxi Germaniyalik bir faylasuf ekan, Kant demdi, agar haqiqat ularni o'ltira olsa, ular o'lsin deydigan bir haqiqat so'zi bor ekan-ku. Agar haqiqat ularni o'ltira olsa, ular o'lsin deb. Bu Qur'oni Karimdan o'xshash kelgan bu. Sur Sabaniki 34-24-oyatini olsanglar, 34-24. Mana Sur Sabaning 24-oyatida qul "Men yarzuqukum minas samawati val ardi qulillah va inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalim mubin" deydi. Aytqinki sizlarga osmonlardan, zamindan kim rizq berib turdi? Aytqinki Alloh rizq berib turdi. Shubhisizki biz yoki sizlar cho'qim hidoyatdadirmiz yoki ro'shan gumrohlikdirmiz dedi. Mushning o'zi ash haqiqat ularni o'ltira olsa o'lsin deganga to'g'ri keladimi shu? Haqiqatdan bir silam bor. Ya namoz o'qiganiki to'g'ri bo'ladi,
bulu musulmon bo'lib jannat chirdi. Yoki bo'lmasa Qur'on yo'q, namozni o'qib olganligi xato bo'ladi, jahannam chirdi. Xudoning dinida seningmi to'g'ri, meningmi to'g'ri deydigan bir narsa yo'q. Mush oyatning hukmi bilan seningmi bir qismi to'g'ri, mening bir qismi to'g'ri deydigan buning hech qanday anaqa yo'l yo'q. Xudoning dinida birdan bir to'g'ri narsa faqatlik Xudoning dini. Aş Xudoning dinida kitobidagi islom to'g'ri, uningdan boshqa hammasi xato. Mush oyatga solsa, mush oyatning o'ziga solsimi, ya namoz o'qiganlik to'g'ri bo'ladi, ular musulmon bo'ladi, ya namoz o'qimaganlik to'g'ri bo'ladi, ular mushrik bo'ladi, ya jahannam, ya jannat. Agar shu namozini ya Xudodan keldi desa, mana mush oyat silib o'tirga chiqsa bo'ladi. Şuna Xudoning dinida miki-mikiga o'rin yo'q. Miki-mikiga o'rin yo'q. Ya 49% bo'lib jahannam o'tishidi, ya 50% bo'lib jannat tushidi. O'ttirdi qolgan 50% deydigan bir narsa yo'q. Şuna buni bu ig'i masala millatga bir odam chiqib deb qo'yish kerak. Bir odam chiqib deb qo'yish kerak. Mandami gappa ay millat necha ming yilni qilayotgan narsamizniki dinda asos yo'q ekan. Agar dinda asosi bo'lsa, ko'z tingla deb buni millatniki aqlni bir qo'chib qo'yish kerak. Shuningga chiqib qoldik-ku o'shada. Tillaydi. Tillaydi, uning chataq yo'q. Hozirga qadar ko'zini yumib Resulullahga bo'ysunul degan. Ular o nimaga buyursa shuni olinglar, tashlanglar degan oyatni dalil qilib ko'zini yumib, "Voy qaranglar, biz unaga bijmi demaymiz." Oldi bilan sizlar o'zingizlar qilayotgan shu namozdan Rasululloh o'rgatgan namoz keligini bir isbotlanglar birodarlar, anadekin deyishlar. Ama yanda qaynayotgan dombulcha o'g'illar deyapmiz-ku. Xo'sh, bundaq mishat nim qilib charchatdik. 2 soat o'tib ketdi. Bu albatta bu ekran nima bo'lgan ekan, biz tiyma, 2 tiyma firistligin bo'lmasa, 5-4 olsun mayli qilili, ammo anaqa aniq qilili. Bu anaqa langishtirib qo'ydiganga emas, ariydi buni. Ya, chataq yo'q. Chataq yo'q. Vaqt ketadiganligi rasabni ozlashga qo'ysak chalolab qoldi. Hamda uni hammani aksab har odamning tushunish qobiliyati o'xshamaydi. Biz o'zimizning deganlarini Qur'onning oyatlari bilan isbotlab nima qilsak hamda qabul qilganlar qabul qildi, qabul qilmaganlar o'zining ixtiyori. Lekin haqiqat shu. Haqiqat shu. Mishada so'z oxirida shekilli bir narsa qistirib qo'yay. Birodarlar, agar saviya intamisi yoki saviya selishtirish maqsad muddasida kelib bizga mana qarab qo'ygan bo'lsanglar, xotirjam bo'linglar, hammangdan saviyamiz bizning tuban. Ya'ni demoqchimiz saviya talashmaymiz, saviya so'qashtirmaymiz, saviya musobaqasiga hech tushmaymiz. Biz o'zimiz to'g'ri deb qaraganni qilishni xohladik va shunday ketyapmiz. Shuning uchun saviya taraqqiroq bilan kayvatgan yoki bijillayotganlar seviyalik yoki beringlar. Bu yerda seviyasizlik qilyapsizlar, seviyasizning oldida seviyasizlik qilyapsizlar, shuning uchun shuni eskartib qo'ydi. Bu namoz haqidagi programma buda qismga qoldi, bugun tugimidi. Ya'ni Allohning kitobidagi salat zaten nima degan mazmun. Kelar sanda ko'rishlar. Yana ilanimiz davom qilib Qur'onda yo'qken, hadisda ham yo'qken, nereden topdinglar degan so'zni endi aytamiz. Dalilini keltirib bakinglar, saqlaymiz. Kelar sanda ko'rishamiz birodar. Bo'l chataq yo'q. Bo'ldilar, omon bo'linglar. Allohu emanet. Degidek so'z qolmadi, vaqtimiz azob qoldi. Kelar sanda ko'rishamiz do'stlar. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum.